Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlar programmasining aziz ko'ruvchilar. Bugungi naq maydon suhbatimiz Dunyo Uyg'ur qurultiyi Sharq Turkiston va NET haqida bo'ladi. Ya'ni NET deymiz Amerika demokratiyani ilgari surish jamiyatimi o'sha Dunyo Uyg'ur qurulini qo'llayotgan shuni pul bo'layotgan o'rin va qisqartirilmasi shu NET deb oldik emas buni. Mush haqida suhbat bo'ldi. Bugungi bu suhbatga Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki qurg'uvchilaridan birisi hamiz tunishib qo'ygan Anvarjon akamizni, tadqiqotchi Fatima Sayya xonimni ham tarafsiz kuzatuvchi Ahmadjon Osmon apandim uchaydan taklif qildim. Assalomu alaykum Anvarjon apandim, Ahmadjon apandim, Fatima xonim, Uyg'ur choyxonasi suhbatlar programmamizga kelganingiz uchun qalbimdan qarshi olaman. Deganimizda bugungi suhbat programmamiz hozir naq maydondan boshlandi. Bugungi suhbatning asosli markaz nuqtasi ham Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki qurilishiga bir nazar solamiz. Buni Anvarjon akamiz Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki bir qurg'uvchisi bo'lib bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki qanday qurilib qurganligi haqida qisqacha ma'lumotlarni berdi. Uning keynidan Fatima Sayya xonim İngilizce manbalardan Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki munosabatdek o'zi to'plagan uchurlarni haqida o'ziniki his qilganlarini dalil isbotlab o'tirib qo'ydi. Uning keyin mushikka nimaga asosan men savollarni o'tirib qo'yman. Ahmadjon apandim o'ziniki bu ishkalarni o'tirib qo'ygan ko'z qarashlariga asosan o'ziniki ko'z qarashini o'tirib qo'ydi. Bugungi bu suhbat TV'miz mush asosda olib berildi. Ekran oldi qarindoshlar savolingiz yo'q qolsa inkas shaklida so'rasanglar bo'ladi va yoki naq maydonga telefon qilib so'rasanglar bo'ladi. Unda bo'lsa bugungi suhbat programmamizni eng avval Anvarjon akamizdan boshlaylik. Xo'sh Anvarjon aka, unda bo'lsa Dunyo Uyg'ur qurultiyi qurilishniki oldi oqisidagi ahvolni ozroq bir tushuncha berib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi qanday qilib qurildi, musha qilib o'zingizga baştan keçirgen ko'rganlaringizni o'rtoqlashgan bo'lsangiz, rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ekran başidagi Uyg'urlar, vatandoshlarimiz, qarindoshlarimiz aslida Dunyo Uyg'ur qurultiyining vujudga kelish jarayonini 1992-yili İstanbul'da ötküzülgen birinci nöbetlik Şarkı Türkistan Milli Kurultayı bilen başlasak boludu. Şu birinci kurultayga 1992 yıldaki birinci kurultayga dünyanın her yerindeki Avustralya'dan başlap Kanada'gacha Türkiye, Orta Asya, Suudi Arabistan, Avrupa, Şimali Amerika'dan bulup barchadagidek rahberlerimiz, inqilobga qatnashgan rahberlerimiz qatnashgan. Bunun resmi görünüp turuptu. Ularning isimlerini ayrım sanab o'tishga hojat yo'q. Bu endi men vatandan o'zim nayt kichik chiqqan bo'g'ashqa men uchunmi nayt cho'ng bir yangilik va umid, ilhom manbai bo'lgan bir qurultay. Ama baxtimizga qarshi bu qurultayimiz muvaffaqiyatli o'tgan bo'lsa-mu, nayt muhim vatanimizning istiqboli to'g'riliq muhim qarorlar ilingan bo'lsa-mu, lekin Türkiye'de ki siyasi şarayet bu kurultay organının yani kurultay neticesi de Şarkı Türkistan Milli Kurultayı organ sütüde kuruldu. Bunun reisi Avustralya'daki Ahmet İgenberdi akımız saylangan idi. Türkiye'deki şarayet bunun yar beğenmegenden keyin resmi tirkelmedi, tizimge ilinmedi, faaliyet göstermedi.
Şunun bilen biraz ümitsizlik payda buldu. Aradan 5-6 yıl öttü. 1997 yılı fevralda Gulcu'da inkılap, kırgınçılık roy berdi. Onundan keyin 1998 yılı İstanbul'da ki Şarkı Türkistan Vakfı'nın reisi merhum burunki general, Türk Ermiyası'nın burunki generali Mehmet Rıza Bekin Efendi'nin rehberliğinde Şarkı Türkistan Milli Merkezi kuruldu. Bununla Türkiye'deki 3-4 teşkilat, Germanya'dan Avrupa Şarkı Türkistan Birliği ve Orta Asya'dan toluk sanını bilmesem mi 5-6 teşkilat ulanın resimleri turuptu kögününlerdek olup cemi 11 teşkilat katlaşıp Şarkı Türkistan meselesini, Şarkı Türkistan davasını Türkiye'deki ve dünyadaki medyaya, akbarat organlarına anlatış, düşündürüş ne maksat kılıp bunda bir teşkilat kuruldu. Bunun için biz hem de Avrupa'daki, Germanya'dakiler Erkin Alptekin akımız başta Avrupa Şarkı Türkistan Birliği Teşkilatımız var. Dünya Uygur Yaşlar Kurultayı var. Bizle dedik yani bu dava Türkiye'de manmaydı. Milli Kurultay 92 yıl kurulgan Dünya Milli Kurultay tizim elin terkelmedi, faaliyet göstermedi. Biz kurultayını Avrupa'ya yani Germanya'ya epkileylik degan teşebbüs ko'rsatdik. Bu münasebet bilen hazırki ve burunki Avrupa Şarkı Türkistan Birliği'nin reisi Askarcan Efendi alayda İstanbul'a berip şu milli merkezinin rehberleri bilen görüşüp muzakere edip berip ve bulanı biz milli kurultayını Münih'te ötküzeylik degan fikirge razı kıldı. Avrupa'da Erkin Alptekin akımız eğer München'de milli kurultay ötküzdiğen bolsanglar men şunun katnışımen dep va'da berdi. Şunun bilen 1999 yılı 14. Oktyabr günü München'de Orta Asya'daki inkılabi rehberlerimiz, Türkiye'deki, Suudi Arabistan, Avrupa ve Amerika'daki rehberlerimizin katnışı bilen ikinci nöbetlik Şarkı Türkistan Milli Kurultayını München'de ötkezdik. Ve bu kurultayga şu vakitteki Avrupa Şarkı Türkistan Birliği, Dünya Uygur Yaşlar Kurultayı ve Şarkı Türkistan İnformasyon Merkezi 3 teşkilat birlikte sahip kaldık kıldı. Bu kurultay neticesi de Şarkı Türkistan Uyguristan Milli Kurultay Organı 15. Oktyabr 1999 yılı München'de resmi kuruldu. Bunun da baş meslekçilerimiz Ahmet İgemberdi akımız ve Hacı Yakup Anat merhum akımız, Suudi Arabistan'dan Hüseyin Kari akımız, şu vaktki rehberlerimiz, Orta Asya'dan ili inkılabı katnaşkan rehberlerimiz ve ularınki şagirtleri Amerika'dan Gulamettin Paxta akımız bulup şularının kollusu bilen, hemisinin kollusu bilen bu kurultay kuruldu. Bizning bu yerde bu kurultayının
kurultayga reislik namzetimiz Erkin Alptekin akımız idi. Ama malum sebeplerden Erkin Alptekin akımız bu kurultayga katlaşamadı. Ve ben Enver Can Kırmançı bilginim, İngilizce bilginim üçün namzet görüştürüp köpçülükünün avazı bilen Şarkı Türkistan Uygurustan Milli Kurultayı'nın reisliği saylandım. Aradan 2 yıl ötkenden keyin Şarkı Türkistan Milli Kurul 3. nöbetlik Şarkı Türkistan Milli Kurultayı'nı Brüksel'de, Belgiye'nin merkezinde Avrupa Parlamento'da ötkazdık. 11. sentabr hadiseleri sadır boğallığı için O'rta Asya'dan teklif kılınan 20'ye yakın vekillerimiz kelip katlaşamadı. Fakat 3 vekil boz gerek resimde görünüp duruptu. O'rta Asya'dan kelgende aşınçılık oldu. Ondan keyin 2004 yılı milli birlikni barpo qilish, bölgünçülükü yol koymaslık, bir Münih'te 2 ayrım teşkilat buluşunun tügütüş, yok kılış için Şarkı Türkistan Uygurustan Milli Kurultayı Dünya Uygur Yaşlar Kurultayı bilen birleşip Birleşme Kurultayı çağırdık 2004 yılı ve bunun neticesi de hazırki Dünya Uygur Kurultayı organı vücut geldi. Ve reisimiz Erkin Alptekin saylandı. Kısaca tarihim şu, tefsilat gerek olsa, savalla olsa ben bunun tefsilatını size ayrıca toxtalıman. Bununla işkenlerninki bir qatılgan yerlere barmı? Nimeniki ayrım kelimiz? Fatime Hanım'ınki. Ahmet Cafer'im sizinki müştün qatılgan yoki noktanız var mı yok mu? Olmaz ben sual taşlayayım. Sual taşlayalım. Xo'sh. Unda qap qolsa hozir Anvar Japandim Dünya Uygur Qurultayıniki qisqacha qurilishi tarixini anglatdi. Yani biz o davrda yaşamagan bo'lgandan keyin buni bilmaymiz. Faqat o'qigan o bilimlar ancha-muncha ko'rgan yerlarimiz bor. Buni eng diqqat etgan nuqtalardan birisi 3-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Qurultayi 2001-yil ise 18-19 oktyabr Brüsselda ochilgan Yevropa parlamentida. Buni men mush Angliyalik tadqiqotchi Uyg'urshunos Kristan Taylor'ninki Tinjimas Uygur Diyarı degan kitobidan mushni o'qigan. Hozir shu esimda qolgan nuqtani ozroq yakunlay deb qoldim. Çünkü Kristan Taylor'ning mush yig'inda bor ekandikda, buni eng diqqat etgan nuqtaning birisi shu vaqtdagi esilgan viviskada Sharq Turkiston akab tirnoq ichiga Uyg'uriston Milliy Qurultayi deb echiqliqkan. Bu şu vaqtdagi nima uchun bu bir mezgilda ham Sharq Turkiston ham Uyg'uriston deb mana ismni qo'llanishi shu yig'in ahlidan so'rgan vaqtda O'rta Osiyodan kelganlar Sharq Turkiston ismlarini yoqtirmaganligi uchun shularning ko'ngilini uchun Uyg'uriston degan narsa skopchib iliqliqkanda bu narsanikini. Ham bu Kristan Taylor shu yig'in mezgildagi Uyg'urlarning butunlayki ro'yi qiyofatini yaxshi kuzatib shu kitoblarni intayin yaxshi suratga bergan. Bu yig'in qatnashgan Uyg'urlar deydi. Bir-birisidan ko'rinishda muallaqtazalik yaqinchilik bilan his qilmaganlikni ba'zan yozgan kitoblar aniq chiqib turdi-chu bu nimasida. Undan boshqa bu kitob yozgan yana bir nuqta Sharq Turkiston shu Uyg'uriston Milliy Qurultayi Brüsselda ochilgan vaqtida buni bir xristianlar bir jamiyatimi birisiniki bu yig'inga o'rlashtirgan bir nimalar bor ekan, bir nimasiki. Undan boshqa Yevropa parlamentidagi bir partiyaniki nimasi Xitoy hukumatini Sharq Turkistonliklar bilan Uyg'urlar bilan birlik suhbat o'tkazishga chaqirgan bir narsa ekan bu kitob o'qigan narsalarni-chu bu narsanikini. Yani mush haqida mush Anvar akamizniki bildigan bir nuqtani qilib baqsa mush rost bo'lgan narsa mush kitob yozilgan narsa meniki o'qiganim esimda qolgani. Mush haqida o'zingizning bir tushuncha deb baqan bo'lsangiz. Bo'ladi. Demek Christian Taylor efendimle Şiye'de görüştüm. Biraz sohbetleşken bulduk.
Uningdan keyin kitobida bu to'g'riliq yozibdi. Bu qurultayga asli İtalyalik Transnational Radical Party deb atalgan pasifist, yani tinchlikparvar pasifist deb ataydi g'arbda bir partiyaning Yevropa parlamentidagi gruppasi qanchalik a'zosi borligi esimda yo'q. Ish qilib shu gruppaninki bir rahbari sohibxonlik qilgan. Qurultaydan 2 kun keyin Rimin Ribau gazetida shu Xitoyning Ribau gazetimi? Xitoyning gazeti u Xitoyning Rimin Ribau. Rimin Ribau, Rimin Ribau gazetida shu İtalya nemelik o vakilning ismi Olivier Dupuy. İsmini yazıp koyuşum da mümkün. Nemiga yazı çıkıdı o kişi hayatta. Muşunda Olivier Dupuy rahberligideki bazı Avrupalık vekiller bölgünçi Şarkı Türkistanlıklarının jığınıga sahipxonlik qildi ve bu Avrupa-Xitoy munosabatlariga hatta Avrupa-Xitoy xalqi orasidagi do'stlik munosabatlariga salbiy ta'sir yetkazadi degan mazmunda norozilik shaklida norozilik shaklida maqola chiqqan. O maqolani men o'z ko'zim bilan ko'rgan, o'qigan. Aradan 24 yil o'tibdi. Bir yerlarda bor. Ama arzu qilatdimki bugun sizlarga shuni ko'rsatishni arzu qilatdim xalqimizga, hammanglarga. Ama hozir topolmadim. Bir yerlarda bo'lishi kerak arxivda. Ama qaysi partiya, qaysi gruppa Xitoy bilan dialog to'g'riliq bizning nomimizdan bir narsa dedi, yozdi, taklif qildi. Bu to'g'riliq mening hech qanday ma'lumotim yo'q va shu qurultay qatnashgan hech kimning ma'lumoti yo'q. Agar mening bo'lsa mening bo'lishim kerakdi. Uningdagi yana bir rasmni izlab topolmadim. Shu qurultayda shu Olivier efendim bir nima deymiz panel biz nima deymiz bir panel o'tkazdik. Shu yerga u kishi rahbarlik qildi. Yanada men o'tdim. Mening yanimda marhum general Mehmet Riza Bekin efendim o'tdi. Uning yanida nima rahmatlik Hacı Yakup Anat akimiz o'tdi. O resim to'timiz tushgan bir resim batdi. Uni mu topolmadim. Tarixiy resim ama menda bor. Bu to'g'riliq mening aslimam shunchalik. Yana tafsili boshqa savollar bo'lsa javob beraman. Men Rizo Bekin bakiras o'ttirisida ma'nimada. Men abad dedim qo'yliq ashma o'qigan ash Tinchbas Uyg'ur diyori degan ash Kristantinin kitobida bor. Men ash kitobni bilgan topolmadim-da. Men uy ko'chgandan men kitobni nima yaratlab bo'lmagandim. Men ash kitobni tepib bir maxsus ash kitobga to'xtaldim ash mazmunida. Xitoylar bir so'rab kelishga nima qilib ekan. Buni Xitoy qattiq norozi qilganimiz kerak. Abdurrahim. Xo'sh. Shunda bir muhim temalarni so'zlashayotganda bu ko'rarmanlarning diqqatini kimning yedida kim o'ltadi degan narsalar yetkazsak-chi. Bo'ldi. Ya'ni meniki bir diqqat tatgan narsa, meni ma'nosinikida buningda endi hozirgi qurultayning odamlari jiq yo'qki, shunda bir askar tipoqa deb nima qildim bu narsa. Xolis qirmisak bo'ladi. Unda qo'sh yana bir diqqat tatgan nuqta, dastlab qurilgani chet elda qurilgan bu 92-yilda Turkiyada qurilgan tashkilot Sharq Turkiston Milliy Kengashga, shunaqa milliy qurultay. Milliy qurultay. Agar kelsa dunyo Uyg'ur yoshlar qurultayi bilan birlashib, bu Sharq Turkiston degan ism yo'qolib, dunyo Uyg'ur qurultayi borliq gapdi ekan. Shunda o'g'anda mishakning diqqat tatgan nuqta bu qandalab bu yerdagi Sharq Turkiston degan ismdan kelishi bir davlatchilik nuqtasidan keladigan narsa. Uyg'ur degan uning tezga
bir kişilik oq demişsen. Qandalap bu isim Sharqi Turkiston degan isim Uyg'ur degan ismning Uyg'ur degan ism Sharqi ismning o'rnini oldi. Bu shu hozir bir g'ulg'uli bo'lashganmi bu ikki tashkilot birlashgan vaqtida? Albatta g'ulg'uli bo'lgan. G'ulg'uli bo'lmamdi. Endi mening yosh vaqtim endi u vaqtlarda. O'rta Osiyodan kelgan haqiqatan masalan Yusufbek Muxlisi, Hashur Vahidi, masalan Abdurup Maqsum o'zi kelanmidi, ama nima evetken, xat evetken. Bular bizga talqin qilgani bu o'z vaqtida vatanimizning ismi Sharqiy Turkiston deb ikki cumhuriyet e'lon qilindi. Bu ningdan hozir endi shu vaqtda ağa vaqtda 60-70 yil o'tib ketdi. Bu arada biz Türkistan deb umumiy Türkistan deb olgan Turkmanistondan boshlab Qozog'istongacha bo'lgan yerda 1, 2, 3, 4, 4 cumhuriyet kuruldu. Her bir kavimnin, her bir Türkiye kaviminin öz namı aslında. Bunlar Birleşken Devletler Teşkilatı da ornunu aldı. Biz mu Uygur diyarı, Uygur elini Uyguristan dep atsak dep şu 99. yıldaki kurultayda kattık turbakallığı için hem de biraz kayını kayıttım. Mesela Hacı Yakup Akam rahmetlik undaq bolsa biz Şarkı Türkistan skropki içige Uyguristan dep Şarkı Türkistan Uyguristan Milli Kurultayı dep alaylık dep bir murasege kelgendik demokratik usulda. Şununla hemmeden kol götürüp makul deyişkendi. Keyin 2004 yılı 2004 yılı bu yeni kurulduğun kurultayınki tayarlık işlerini yazma, nizamname, nimege, halkara kanunlara maslaşıdığın tekst, metinlerini tayarlaş işlerini ben kılmadım. Yani bizler kılmadık. Türkiye'den Erkin Ekrem inimiz bir kısmı tayarladı. Onun denkin Avrupa'da Erkin Alptekin akımız bilen birlikte işlep kelgen halkara kanunşulasla tayarlap onun denkin kurultayga takdim kıldı. Şu yerde demek ki bununla doğru ya ki hata demek emesmen ben. Şu yerde demek ki biz dünyanın hazırki şaraiti göre biz Uygur namı bilen dünyaya çıksak, dünya sahnesi de hareket kısak, tekimi muvafık boludu degen teklif oturup koyuldu. Demek ki hem şey edimo kelgen vekillerin içinde kol götürüş bilen demokratik şekilde Dünya Uygur Kurultayı deyloq degen karar kabul kılındı. Bunun hem de ak görünüşü, aldı görünüşü o kandak deseniz sorsanız benim depreleydiğanlığım şunçilik. Rahmet. Endi şey bir sual hem de hazır Enver Jakimiz söylep ötkendek yani Şarkı Türkistan Milli Kurultayı bilen Dünya Yaşlar Kurultayı birleşkenden keyin Şarkı Türkistan'ga isim bütünley yok olup Dünya Uygur Kurultayı o'ttirga chiqqanligini so'zlab o'tdi. Mushtan Ahmet Japanim qanday qaraysiz? Sharq Turkiston nam Yevropa parlamentiga kiritib yozoqda resmini ko'rdik. 3 yildan keyin endi bu Sharq Turkiston amaldan qolinib Dünya Uygur Kurultayıning o'ttirga chiqishi bilan bizning bu Sharq Turkiston Milliy ozodlik kurashiniki bu xalqaro diasporadagi harakatida ismning o'zgarishi nimadan darak beradi sizcha? Envercan sözlep ötkendek biraz burun. Bu 92. yılı 1992 yılı İstanbul'da açılgan, yani kurulgan Şarkı Türkistan Milli Kurultayı degen muşu isimni nima uchun qo'ydik ular masalan? Mushni bir bilishimiz kerak. Andan keyin 2004 yılı
Dünya Uyghur Qurultayı qurulgan vaqtida nima uchun Dünya Uyghur Qurultayı degan bu ism qo'yildi? Buni bilishimiz kerak. Yoki uning orqa ko'rinishlarini, yoki bo'lmasa buni mush ismlarning bizning Sharq Turkiston Milliy ozodlik harakati bilan munosib. Ya'ni munosabatini degan vaqtida men bu yerda albatta prinsipal masalalarni deyman. Prinsipal. Ya'ni bizning shu harakatimizdagi prinsiplar. 92 yıl kurulgan bu kurultay oldu bilen bütün dünyadaki vatan sırtıdaki yani çünkü vatan işidin kilenmeydi o vatan sırtıdaki barlık teşkilatlarını şu kurultayının küllük astığa kirgen. Şunda bu vaxtıda bu Şarkı Türkistan Milli Qurultayı təşkilat olmaydı. Bu barlıq Şarkı Türkistan Milli Azadlıq Hareketideki təşkilatlarının, oxşamagan təşkilatlarının yuqori organı olur. Ali. Şuna bu barlıq Şarkı Türkistan Milli Azadlıq Hareketi'nin qarşıları süptide, yoki tarmaqları süptide birleşken boğanlığı üçün elbette bu kurultay Şarkı Türkistan degan bizning devletinin namını işletdi. Yani bu bizninki Şarkı Türkistan Milli Azadlıq Hareketimiz Şarkı Türkistan degan muşu munqarz devletinin ve Şarkı Türkistan halkı yoki Uyghur halkının egilik hukukunu qaytib qo'lga keltirish uchun o'rtaq qaror oladigan ve algan qarorlarini o'rtaq birlikte icra qiladigan bir oliy organ. Şuna bu kurultay bizning milliy hareketimizni vatanimiz bilan bağlaydı. Yani devletimiz bilan bağlaydı. Ondan keyin hatta şu Şarkı Türkistan degan so'zni so'zdan keyinida ismdan keyinida milli degan so'z keladi. Şarkı Türkistan Milli Qurultayı. Milli degan so'z Uyg'urchada bu davlatlik degan ma'noni bildiradi. Hergizmi hozirgi bizningki bu ko'ch tilimizda yoki xalq tilimizda yoki biz jonliq til deb qo'yamiz uni adabiy til emas jonliq til deb qo'yamiz. Jonliq tilimizda so'zlanayotganda milliy degan ma'noda emas u hergiz Uyg'urlarni bildiradigan bir Uyg'urlarni bir etnikni millatni emas etnikni bildiradigan bundaq bir ma'noni bermaydi. U davlatlik degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bu Sharq Turkiston Milliy Qurultayı degan gap Sharqiy Turkiston Davlatlik Qurultayı. Endi davlatlik qurultay degan gap biz shuni shunda atab turgan bo'lsakmi, chunki davlatimiz bo'lmaganligidan munqarz bo'lganligidan hozir biz shunda atab turdik milliy qurultay deb, amaliyotda u nima desa, shu bizning davlatimizning parlamenti. Chunki u yerda barliq tashkilotlar har xil yo'nalishdagi ideologiyalik, siyosiy ko'zqarashlardagi barliq tashkilotlar, o'xshamagan tashkilotlar şu parlamentda, şu Şarkı Türkiston devletinin parlamentida mevcut bulup turdu degan gap. Demek bu Şarkı Türkiston Milliy Qurultayı degan gap mana mushundaq bir ko'rinishni, bizning milliy ko'rinishimizni o'z ichiga olgan. Endi mushu ko'rinish 2004-yilgacha saqlanib keldi. Lekin oraliqda faqat bir masala yuz berdi. Bu mesele bizninki Şarkı Türkiston Milli Azadlık Hareketideki bir çoğun ixtilafni ifadelaydigan bir mesele yüz berdi. Bu bo'lsa bizning vatanimizning nomi to'g'risida. Endi albatta vatan deganning bir nomi bo'ladi, davlat degan. Herkes devletin içki namı bulmaydı. Mümkün emas. Endi bu bir savatsızlık meselesi. Bir devletke
Şu devletning nomini qolishib, ya ma bo'ladi, ya ma bo'lmaydi deb uni ilmiy jihatdan isbotlab ketishadi bular. İlmiy jihatdan. Masalan, ilmiy jihatdan isbotlagan vaqtda Sharq Turkistonliklar, Turkistonchilar bu mundaq quyilganti, buning mundaq ilmiy asosi botdi, bu deydi. Uyg'uristonchilar yo'q. Uyg'ur degan so'zning mundaq tarixiy jarayondan kelgan, bu da uning tarixiy orqa ko'rinishlarini, uning ilmiyligini, hatta Uyg'urlarningki qandaq bir millat ekanligini, uning qini, dini degandek narsalarni so'zlashib ketamiz. Bu ish qandaq bizning Sharq Turkiston milliy ozodlik harakatimizdan hech qanday munosabat masalada. Bu faqat ixtilof tug'dirish. Bir-birimizga silish masalasi. Men shundaq keskin ayta olamanki, mushu Sharq Turkiston, Uyg'uriston degan bizning davlatimizningki ikki etining chiqishi bu %100 Xitoy mustamlikachi hokimiyatining bizning harakatimizga sog'an tafriqlik yilmikri. Bu mushu yilmikriga biz usul o'ynab, buni hatta bizningki shu Sharqiy Turkiston Milliy Qurultiyi degan oliy organimizga olib. Lekin bo'pti, bu o'tib ketsin. Hamda Tayyorning hayron qolgan yeri haqida. Bu davlatning bir nomi bo'lgan tursa, bu yer ish ko'p qopti deb so'rab ketgan yeri shu. Hayron qilib, ishonmay, sizlarni bir bunda uxlab qoldimi bu nimada, shuni bilan mushta deb qo'ydimi deb bunda o'ylagan ketdi endi. Qarisi sizlar uxlab qolmagan. Shuni bilan bu beshini silkib hayron qoldi dedi. Bu qanday gap bo'lib ketdi bu? Bir davlatning ichki nomulamdi. Endi buningdan o'tib texmi cho'ng masalaga duch kelamiz 2004-yil. U nima desa, u Sharqiy Turkistonmi, Uyg'uristonmi degan bu jidal, bu fitna deb qo'yamiz-ku biz. Bu fitna. Uningdanmi cho'ng bir fitna keladi. Endi bu cho'ng fitna nima desa, va Sharqiy Turkistonmi emas, Uyg'uristonmi emas. Undaq jilmalar yo'q. Tariximizda bo'lib baxmagan. Lekin Uyg'ur bor. Mushundaq bir xalq bor. Mushundaq bir pada bor. Bu yoqlaq chiqib yurgan. Ham mush padaning ismi bilan qo'yamiz endi bu qurultayni deydi. Shuning bilan bu qurultay Sharqiy Turkiston davlatining qurultayi emas. Bu Uyg'ur xalqining qurultayi. Etnik guruhning qurultayi qolib qoldimi ham shunaqa? Uqmaymiz. Bu so'zda uqmaymiz, lekin hozir kelmayman bu jarayonga. Uqmaymiz bu kimning qurultayi, bu nima qiladi bu qurultay? Bilmaymiz endi buni. Tushunmaymiz. Biz tushunmagan yerda chet elliklar albatta tushunmaydi xalqaro jamiyat. Buni mumkin emas tushunishi. Boshqa ellarning mumkin emas. Lekin bu yerda yana bir muhim masala bor. Bu Sharqiy Turkiston degan davlat ilinib o'tib, uningda shuning bilan milliy degan, ya'ni davlatlik qurultay degan davlatlik sifati ilinib o'tib, buningda endi nima keladi desa, dunyo keladi buning. Ya'ni Dünya Uyg'ur qurultayi. Endi Dünya Uyg'ur qurultayi degan vaqtida har qanday bir kuzatuvchi yoki bizning milliy ozodlik harakatimizga ko'ngil bo'lguchi yoki bo'lmasa kuzatuvchi yoki bo'lmasa diqqat qiluvchi yoki bo'lmasa bizga hissdoshlik qiluvchilar bu yerda bizning kim ekanligimizni, nima ekanligimizni, nima qilayotganligimizni bilmaydigan yerga keladi. Lekin mushu Dünya Uyg'ur qurultayi degan ismdan nima ma'no chiqadi desak, bu endi dunyo Uyg'urlarining qurultayi emasmi? Shuning bilan mundaq bir ma'no chiqadi bundan. Nihoyat aniq shaklda. O'shanda Uyg'ur degan bir xalqlar bor ekan. Ularningki hech qanday bir siyosiy territoriyasi yo'q ekan. Shunga ular
uyabiyada çiçilip jürüptü dünyanın uyabiya yerlerde. Yani serdargan halk, sergerdan halk ya. Muşu sergerdan halk, dünya çiçilip sergerdan halk ne? Mao sahavetçiler, Uygurların sahavetçileri. Bularni hamda beshini silab bir qurultayni ichib berib, aşılarınki, aşı sergerdan halklarınki dünyanın bulun kuşaklığı жүрген, şularınki ihtiyacını çıkmak çıkıyordaydı. Şuna bilen biz Şarkı Türkistan Milli Kurultayını Dünya Uygur Kurultayı özgertken halda birinciden devletimizin namını yo'qotdi. İkinciden kurultayımızın millilikini yo'qotdik, devletlikini yo'qotdik. Üçüncüden hatta bizning Uygurlarning bir muqim vatani, siyosiy territoriyasi bor bir xalq emas, sergerdan dünyanın o yerda çeçilip жүрген, aşındaq bir xalqning qurultayga aylantirib qo'ydik. Muşunun bilan biz endi Sharqiy Turkiston Milliy Ozodlik Harakati degan bu ruhni, bu g'oyamizni, cebimizni tikadigan bir nishonni biz yo'qotib qo'ydik. Bütün Uygurlar yo'qotdi. Dünya Uygur Kurultayı 2004-yılı kurulup, şundaqla ismini Dünya Uygur Kurultayı deb Şarkı Türkistan Milli Kurultayı'nınki ornuğu destişi bizge buna muşu facialanıp hem de bizden soraydigan sualimiz bu muşundaqla bizninki davagerlerimizin, ben bu yerde hem de Şarkı Türkistan Milli Azadlık Hareketi cemçileri demeyim. Bizim davagerlerimizin ki Uygur halkının sergerdan, Uygur halkının Çeçilango sergerdan ilgisi yok padının, zimini yok padının, otlaydıgan otluğu yok padının, beşini sılavat kalla, bilmey kaldı mı, bunu ya düşenmey kaldı mı, ya olmasa bunu bilip durup kaldı. Hazır bizim tarih nesliga vaqtida so'raydigan savolimiz mushu bo'lishi kerak. Va shundaqla shu vaqtda Dünya Uygur Kurultayını qurganlar bizning mushu savolimizga javob berish kerak. Rahmat. Rahmat, yaxshi suhbat bo'ldi. Endi xo'sh, albatta sizni deb o'tdingiz program 5-da. Bizning mayli shu cho'ng tashkilotlarimiz o'z Uyg'urlarga bir xil uchur beraylik, sirtqi dunyolarga boshqa bir uchur beraylikda endi. Attirimcan. Misol qildi. Endi mush nuqtadan endi kechiring. Uyg'ur degan nomninki bizningki shu tashkilotchiligimizda yoki bu milliy ozodlik harakatimizda Dünya Uyghur Kurultayı degandan burun ba yo'qligiga nisbatan men ishkilaylan demagan yana bir nuqtani deb beray. Xo'sh, hozir shu naqd savol sizga keldi. Yani çünkü sizin sualınız belki başka ketip başka soruluşı mümkün. Ben fakat muş Uygur degan isim hakkında yani ne bulup Dünya Uygur Kurultayı degandan keyin Uygur degan isim keldi. Yani ne bulup müştaq bo'lib qoldi deganga men ishkilaylan mesela Enver Cagimiz O'rta Osiyodagi xalqlarni so'zladi, Uyg'urlarni so'zladi. Ahmet Jasvan efendim davlatlik nuqtadan so'zladi. Men bu yerda sizlarga biz diqqatimizni tatip bakmagan başka bir nuqtani hozir deb beray. Buningda Sharq Turkiston Milliy Qurultayidan boshqa yoki O'rta Osiyodagi har xil Uyg'ur yoki Sharq Turkiston tashkilotlaridan boshqa yana mundaq bir tashkilot bor. Amerika Uyg'ur jamiyati degan bir tashkilot esinglarda bormi? UAA deydi.
Amerika. Amerika Uyg'ur jamiyati degan bu tashkilot Amerikaning tashkiloti, Amerikadagi Uyg'urlarning tashkiloti bunday chiqib ketgan vaqtida 1991 yili Amerika Uyg'ur jamiyati qurilgan. Uyg'ur degan so'z agar Amerika Uyg'ur deydigan gap kelsa, ashlar qurilgan. Amerika Uyg'ur jamiyati shu qurilgandan boshlab ularningki xizmat nishonlarining birisi ularning ostida Uyg'ur kishilik huquq fondi yoki Uyg'ur kishilik huquq projekti degan shunday bir projekt ular qurilgandan boshlab bor. 2016-yillari biz hammamiz dunyo Uyg'ur kishilik huquq jamiyati komiteti degan buni ayrim qurilganligini hammamiz ko'rdik, lekin bu shu UAA degan bu o'rin qurilgandan boshlab ularningki vazifalarining birisi shu Uyg'urlarningki kishilik huquqiga munosabatlik uchurlarni to'plash, shu to'plagan uchurlarni Amerikaninki Congress Amerikaninki munosabatlik qonun tuzish o'rinlariga shuni ma'lum qilish degan mushu vazifa bilan vazifani o'z ustiga olib kelgan. Endi 2004-yili Dunyo Uyg'ur qurultiyi degan bu narsa bu ism yoki bu qurilma bo'lgan vaqtida biz bu yerda Amerikaninki yoki bo'lmasa Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki bu Sharq Turkiston degan bu davlat yoki Uyg'ur degan bu shu Sharq Turkiston davlatininki xalqiga nisbatan Amerika va BDT ularninki bizga qanday bizdan nimani kutayotganligini yoki bizdan nima so'raydiganligini buni nazardan saqit qilsak bo'lmaydi. Masalan, O'rta Osiyadagilarmi o'zininki ma'lum bir nuqtasidan kelib qatnashyotdi Sharq Turkiston milliy qurultiyiga. Anadan Amerika Uyg'ur jamiyati UAA degan o'zininki UAA degan jamiyatning nuqtasidan kelib masalan Dunyo Uyg'ur qurultiyiga mayli o'ch qatnashsin, mayli o'ch qatnashmasin, ular kelib uni qo'llaydi yoki qo'llamaydi. Lekin bu yerda Birlashgan Davlatlar Tashkilotidanmi keladigan yoki deydigan odamlar bor Uyg'urlarga nisbatan yoki Sharq Turkistonga nisbatan. Shu men buni sizlarga deyilmagan so'z bo'lg'achqa Uyg'ur degan mushu gapninki kishilik huquq, Uyg'urning kishilik huquqi degan bu temalarninki faqat Dunyo Uyg'ur qurultiyi 2004-yili qurilib tuyuqsiz kishilik huquqni targ'ib qiladigan, kishilik huquq to'g'riliq kurash qiladigan bir kishilik huquq jangchisi bo'lib qolganligini emas. Undan burun 1991-yili qurilgan UAA'ninki bu kishilik huquq jihatdan shu tarafdan shu hukumatninki Amerikaninki tarafidan ta'minlangan iqtisodiy manbalar bilan shu kishilik huquq temalarni davomli mush tarafni qilib kelganligini men sizlarninki samoqlarga solay dedim. Buni men ingliz manbalardan ko'rdim, UAA'ning o'zining manbasidan ko'rdim. Rahmat. Xo'sh, Ahmadjon Osmon xonim. Fatima yaxshi bir masalani o'tirib qo'ydi. Men bu taraflardan atlab ketishimga sabab biz faqat Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Sharq Turkiston milliy qurultiyini nuqtaliq tutib so'zlayotganligimiz uchun bu taraflarga o'tmadik. Uning ustiga Dunyo Uyg'ur qurultiyi bir tashkilot emas, o'zini bir qurultay shaklida, ya'ni ko'rsatgandan Dunyo Uyg'ur nima Sharq Turkiston milliy qurultiyining indaymiz shuning o'rniga kelgandek shaklda ko'rsatganlik uchun dedim. Lekin Fatimaning eskartganidan boshqa yana 1991-yilda emas, shu birla emas. 1996-yili Germaniyada qurilgan Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultiyimi Uyg'ur bilan atalgan, Sharq Turkiston bilan atalmagan. Amaliyotda Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultiyi amaliyotda Turkiyada qurilgan 94-yili. Turkiyada qurilgan 94-yil, 95-yil shu qurilgan vaqtida u Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultiyi emasdi, Sharq Turkiston yoshlar birligi, Sharq Turkiston yoshlar ittifoqi degan nomda. Va Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultiyi 96-yil qurilgan vaqtda shu chog'da raisi Ömer Qanot, ijro komitetining raisi
Dolqun Aysa bo'lib saylangan. Xo'sh, Anvarjon, sizning gapingiz oxirgi qo'l ko'tardingiz. Ben qisqacha qo'shimcha qilib qo'yay, albatta. Ömer Kanat efendim, mening bilishimcha xato bo'lsa tuzitib qo'yasizlar. O vaqtida Dünya Uyghur Qurultayining raisi bo'lmagan Kurash Ko'san efendim rais bo'lgan deb esimda qapti, xato bo'lsa tuzitib qo'yasizlar. Ammo Fatima xonimning deganiga asosan mening nayt haqliq va real ahvolga ko'ra bir misolni berib o'tdi. Mening buning qo'shimcha qildig'im, ma Turkiyada bir gap bor. Bizda Uyg'urcha nima deydi bilmayman. Turkiya deydi, bog'chivonni tutib olib uramsa yoki üzümni, meyveni yemsa deydigan bir maqol bor Turkchada. Uyg'urchada qandaq men esimda yo'q. Bu misolni berib demakchi bo'lganim, demak shu yillarda yani Uyg'urlarning ezilayotganligi, assimilyatsiya qilinayotganligi, to'proqning, vatanning besib elinayotganligini dunyoga ve Birleşken Devlet Teşkilatı'na, şunun o'xshash xalqaro tashkilotlarga Sharqiy Turkiston Milliy Qurultayi nomidan epkirishdan ko'ra Uyg'ur nomidan epkirish osonroq bo'ladi degan, yani sebeplerinin birisi şu bo'lgan bo'lishi mumkin deb taxmin qilaman. Bugün mesela aradan 20 yıl ötdi Dünya Uyghur Qurultayi qurulganiga. Demek tabi elbette artıqçılık var, kamçılık var, tanqid qildigan, taqsir qildigan ayrı meseleler var. Bugün Birleşken Milletler Teşkilatı'da Dünya Uyghur Qurultayi özünün namıdan çıkıp, yani başka teşkilatlar bilan hamkorlik şeklinde Sharqiy Turkiston xalqining davasını ekirib şehirde sözleşme bitipti. Yıllardan beri. Bunu hem de demek ötsek 2000 yılı Sharqiy Turkiston Milliy Qurultayi bağ vaqtida bu qilgandik. Hazır mana resmi şekilde qilib bitipti. Hem de Sharqiy Turkiston Milliy Qurultayi bizning vatanimiz munqariz bo'lgan desek biz aşağıda kiralet tuhmiki, kiremet tuhmiki. Bu benim meselem emas. Ben bunun da malumatım, ihtisasım yok. Ama şu nizam namını tayarlagan ve halkarada biz kandak kılıp vatanimizin meselesini algı süreleyimiz dep oylagan rahberlerimiz muşunu noktalarımı nazar tutkan buluşu mümkün dep Fatima Hanım'ın degenige qo'shimcha qilib qo'ymay. Qo'shimcha qilib qo'yay dedim. Rahmat. Endi Fatima Hanım'dan söz qilish fursati beray. Fatima Hanım şu İngilizce manbalardan Dünya Uyghur Qurultayining qurilishi mushaqqida bir o'zining kelimesini o'ttirib qo'ymoqchi bo'lgan. Shuni bir o'ttirib qo'ysa, ankam boshqa savollar asosida munozara qilaylik. Xo'sh, Fatima Hanım boshlang. Hem sizningki prezentationingizni men o'zim qilay. Ekran göründü mü? Ekran göründü. Hoş. Men bu söhbetge teklif qilgan vaqtimda Islamiyning chiroyimni Uyg'ur ko'rsizlar yoki meni Facebookdan Fatima Sayyoh deb taniysizlar yoki boshqa taraflardan shaxsiy tanishinglar mumkin. Lekin men bu söhbet teklif qilgan chog'da men o'zimningki o'rnini men xuddi hech qanday Uyg'ur millati emasdek, Sharq Turkistonlik emasdek, men xuddi bir sizlar cho'ng biladigan yoki cho'ng bilmaydigan bir chet ellik bir tadqiqotchidek, Uyg'urcha so'zlaydigan bir Amerikalik oq odamdek yoki ayoldek shu yo'sinda men butunlay Dünya Uyg'ur Qurultayining to'r beti, anandagi yana boshqa to'r betlar, ya'ni masalan Dünya Uyg'ur Qurultayining iqtisod bilan ta'minlagan o'rinlarningki maxsus to'r betlari degandek mushu manbalardan sizlarga
dunyodagi bularmi Dunyo Uyg'ur qurultayini iqtisodiy jihatdan ta'minlab kelayotgan Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan yaqindan hamkorlashib ishlayotgan o'rinlarningki kimlar ekanligi, ularningki qurultayga qanday uchurlarni yetkazadiganligi, qurultayga nima deydiganligi to'g'riliq uchurlarni sizlarga o'zimning hech qanday fikrini qo'shmasdan faqat o'zim topgan manbalarni sizlarga taqdim qilg'ili keldim. 2019-yil mana bu Dunyo Uyg'ur qurultayi Sharq Turkiston degan nomni ishlatmamdi yoki Sharq Turkistonning davlat bayrog'ini ko'ztamda ko'rsatmamdi xalqaro sahnalarda degan bu savolga mushadan boshladim. Masalan 2019-yildagi mushu NED degan bu o'rinning NED deganiki National Endowment for Democracy Amerikaninki demokratiyani ilgari surish komiteti yoki fondi deb desak bo'ladi. Mushlarniki 2019-yil Dunyo Uyg'ur qurultayini tabriklgan, taqdirlagan bir videosi. Ularningki to'r betiga chiqsanglar, mush videoni ko'rsizlar. Bu videoda bundaq bizningki vatanimizning bayrog'ini qilibdi. Anadekin endi Sharq Turkiston deb olibdi. Anadekin shu yerda anadekin Dunyo Uyg'ur qurultayini tunishtiribdi. Qisqacha tunishtirgan vaqtida mundaq debdi, mana inglizcha debdi. 2004-yili Myunxenda qurilgan anadekin bu Sharq Turkiston milliy qurultayi bilan Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultayininki ikkisi birlashib mush organ qurilgan. Andekin Dunyo Uyg'ur qurultayi demokratiyani, kishilik huquqni va Uyg'ur xalqininki erkinlikni tashabbus qiladigan bir o'rin bo'lib, buni tinch yo'sinda hech qanday qurol ishlatmagan yoki zo'rliqsiz va demokratik usullarda Uyg'urlarningki o'z taqdirini o'zi belgilashni qo'lga keltiradigan bir o'rin deb aytibdi. Anadekin mishada yana Dunyo Uyg'ur qurultayi dunyodagi butun dunyodagi Uyg'urlarga vakillik qiladigan birdan bir o'rin, birdan bir organ debdi. Mushu organninki mushu Xitoy Kommunistik partiyasiningki Uyg'urlarga olib kelayotgan har xil fizikalik, ya'ni tan jazosi degandek andekin nima diniy andekin til jihatdan, madaniyat jihatdan bostirishlarni dunyoga ko'rsatgan bir organ deb mushu ya'ni NEDninki Uyg'ur Dunyo Uyg'ur qurultayini iqtisod bilan ta'minlaydigan asosli organ. Shu organninki to'r betida mana qara mushu gap yozilibdi. Endi bu mana sizlar biz da'vatgan xalqaroliq nuqtalardan yoki xalqaroga akirgan yerlardan mushundaq so'zlabdi. Endi yana mush NEDninki 2019-yildagi shu o'xshash mukofot taqdish nimasidan to'r betidan ko'rsanglar haqiqiy gaplarni Dunyo Uyg'ur qurultayi bir xalqaro organ demokratiyaning, kishilik huquqni va Uyg'urlarningki erkinligini ilgari surishda tinch, zo'ravonsiz va demokratik holatda ularningki o'zining siyosiy kelgusini belgilashga xizmat qiladigan bir organ debdi. Anadekin buningda Dunyo Uyg'ur qurultayininki asosli qilgan faoliyatlari Uyg'ur kollektivininki Uyg'ur kollektiviga yuz berayotgan nayti zo'r challengelarni ularga yuz berayotgan challenge nima deydi Ahmedjon? Raqobatmi? Raqobatlarni Uyg'ur jamiyatiga yuz kelayotgan zo'r raqobatlarni mushu raqobat xrislani mushu Dunyo Uyg'ur qurultayi tövendagi 4 nuqtadan yo'ritib berdi debdi. Birisi 1,5 million Uyg'urninki 1200 kampga solinib qolganligiga nisbatan xalqaro mushuni xalqaro bildi debdi. Ikkinchisi
siyosiy siyosiy jinoyatchilarninki qo'yib berilishiga, masalan bu siyosiy jinoyatlar deganda jurnalistlar, diniy rahbarlar, andan keyin aktivistlar, andan keyin o'qituvchilar degandek mushlarni o'z ichiga olgan siyosiy jinoyatchilarning qo'yib berilishiga harakat qildi. Uchinchidan siyosiy panohlik tilguvchilarninki huquqlarini qo'g'dashga tirishib, ularninki Xitoyga majburiy qaytarilib ketmasligini oldini olishga tirishibdi. To'rtinchisi zo'rlab yo'qitilgan yoki majburiy yo'qitilgan Uyg'urlarninki ashlarning qo'yib berilishiga harakat faoliyat qildi. Hamda mana bu biz deyotgan Uyg'urlarning deb turaylik, chunki Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur kollektiv uchun harakat qilgan bir o'rin ekan. Bu o'rin o'zininki tor betida shunday debdi, bu o'rinni iqtisod bilan ta'minlaydigan NED degan bularning tor betida shunday debdi. 2019-yili demokratiya mukofotini olgan vaqtida shu 4 nuqtadan shu mukofotni oldi. Hamda men bu yerda hech qanday Sharq Turkiston milliy ozodlik harakati yoki Uyg'ur millat masalasi deganni men hech qanday gap qilmayman. Buni Ahmadjon bilan Anvarjon qo'yman. Men faqat o'zimning ko'nglimni sizlarga deb beraman. Shunga buni qayta sizlarga deb qo'yishni loyiq topdim. Hamda bu yerda To'lqin Iso shu faoliyatda bunday debdi. Bu faqat boshlanishi, ya'ni bu gapninki qisqartib qo'yibdi. Uyg'ur bo'lish bir jinoyat emas. Dunyo harakat qilish kerak, harakatga atlanish kerak. Biz faqat haqiqiy harakat qo'llanilgan vaqtida to'xtaymiz. Andikin biz shu Sharq Turkistonda haqiqiy rasmiy o'zgarish va taraqqiyot bo'lgan vaqtida anadagi harakatimizni to'xtatamiz debdi. Bu yerda Sharq Turkiston degan bu so'z Şinjan Uyghur Avtonom Rayoni degan so'z bilan davomli almashtirib ishlatildi ekan. Nadmo buni ishlatildi ekan. Ammo bu Sharq Turkiston degan gap so'zni nimqa vaqtida Sharq Turkistonni tushundigan vaqtida, Uyg'urlarni tushundigan vaqtida bu Sharq Turkistonning hech qanday bundaq milliy territoriyalik yoki davlatlik ma'nosi yo'q. Faqat u bir yerning ismi, xuddi Urumchi degan, masalan, Ulumuchi degan bo'lsa, endi buni nimalar BDT yoki netlar faqat buni asli Uyg'urcha atilishi Ulumuchi emas ekan, Urumchi ekan degandek, mana shundaq bir yo'sinda Sharq Turkiston degan nomni shundaq qo'llandi ekan. Buni deyishimdagi sabab, ular har qatim Sharq Turkiston degan nomni ishlatgan vaqtida uningga hech qanday davlatlik, ya'ni milliy tushuntirish bermaydigan, faqat shu Uyg'urlar yashayotgan bir yer, Uyg'urlar 2000 yildan buyon madaniyatli xalq jibak yo'lning bir tarkibiy qismi degandek shundaq so'zlar bilan tanishtirdi ekan. Endi men shu Dunyo Uyg'ur qurultiyining o'zining ingliz tor betiga chiqsanglar topalaydigan bir necha nimalar bor ekan, dokladlar bor ekan. Bu dokladlarni chiqamasga qurultay qurilib 2005dan hozir 2025-20 yil o'tibdi. 21 yil o'tibdi. Ammo shundaq biz topalaydigan bundaq nimalar, bundaq inglizcha yillik xizmat xulosasi deganlar unchalar chiqamas ekan. O'zininki nemisda 2006-2009dagi yilgi faoliyat xulosasida o'zini mundaq tunishtiribdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi xalqaro organ, Sharq Turkistondagi va chet ellardagi Uyg'urlarga vakillik qiladigan, ya'ni kollektiv shu nemisiga manfaatiga vakillik qiladigan bir organ. 2016-yili Myunxenda qurilgan, lekin abay degandek Sharq Turkiston Milliy qurultiyi va Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultiyining birligidan qurilgan. Lekin Dunyo Uyg'ur qurultiyining eng muhim obyekti yoki nishoni Uyg'urlarningki huquqlarini ilgari surish. Buni tinch
zo'ravonsiz va demokratik usullarda ilgari surib, o'zining Sharq Turkistondagi o'zining siyosiy kelgusini belgilashga harakat qilish debdi. Bularning hammasi sizlarga Dunyo Uyg'ur qurultiyi deb kelayotgan so'zlar bilan ancha cho'ng balkim o'xshamaslikmi bo'lishi mumkin, o'xshashlikmi bo'lishi mumkin. Men hozir o'zimni chet ellik bir tadqiqotchi sifatida qo'yganligim uchun Uyg'urlarga mundaq degan yoki chet el Uyg'urlar sirtqi dunyoga mundaq degan gapni men demayman, faqat sirtqi dunyoga mundaq deganligini ko'rsataman. Endi mission statement debdi, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyininki nimasi nima? Missionsi. Vazifasi nima degan vaqtida Dunyo Uyg'ur qurultiyi o'xshash gaplar yana shu demokratiya, kishilik huquq, Uyg'urlarga bo'lgan erkinlik deganni tinch degandek gaplar. Anadan bu yerda bir muhim gap bor. 2006dan 2009gacha report 2009 mushu Uyg'urlarning birdan bir qonunliq organi bo'lish sifati bilan, ya'ni Sharq Turkiston va chet ellarda Uyg'ur xalqininki birdan bir qonunliq organi bo'lish sifati bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi Sharq Turkiston uchrayotgan savollarga yoki Sharq Turkiston masalalariga dialog va negotiation murassa deymiz Uyg'urchada. Dialog va murassa usuli bilan usulini qo'llanib Sharq Turkiston masalalarini tinch yo'l bilan hal qiladi. Tinch yo'l bilan hal qilishga tirishadi debdi. Anadan yana o'xshash ularninki vazifasida shu Xitoyninki Sharq Turkistonni egallab olganligiga qarta zo'ravonsiz va tinch harakat qiladi. Shuningga qarshilik bildirdi. Anadan xalqarалық kishilik huquq qonunlari kishilik huquq qonunlarimiz kishilik huquq standart nima deydi? Fakat degan qoida yo'sullari, ya'ni kishilik huquq qoida yo'sullari bilan desakmi bo'ldi? Ashlarga hech qanday unconditional, ya'ni hech qanday qarshiliksiz yoki hech qanday shart sharoitsiz butunlay shunga bo'ysunadi. Anadan shu demokratik usullarga bo'ysunadi. Hem shularni qo'llanadi. Anadan ovozning birlam bo'lishiga qarshi turdi. Anadan dinlarninki bir-birini sig'dirmaslikqa qarshi turdi. Anadan terrorlikqa qarshi turdi deb mushular ularninki tashkilot siyosati ekan. Masalan, Dunyo Uyg'ur qurultiyi 2004-yildan boshlab hozirgacha Abay Anvar Japandin deb o'tdi. Ham Dunyo Uyg'ur qurultiyi davomliq o'zini Uyg'urlarning birdan-bir qonunliq tashkiloti degan gap bilan izchil harakat qildik deydi ekan. O'zining to'r betlarida mushuni aniq yozdi ekan. 2004-yil qurilibdi. 2005-yili birinchi qatimliq kengashni o'tkazibdi. Erkin olib degan kengashda nima bo'libdi? Prezident bo'libdi. 2006-2009gacha xalqarada kengayibdi. Anadan bu yerda nimishlarni qilibdi deganda xalqarалық faoliyatlarni qilibdi. Anadan BDTga lobbilik qilishni boshlabdi. Anadan Xitoydagi kishilik huquq kishilik huquqning yomon taraflarini dunyodagi medialarga deyishga boshlabdi. Anadan 2009 shunday ishlar bo'libdi hamda 2023ga kelgan vaqtida BDTninki kishilik huquq tashkilotininki
tashkiloti bilan shular qatnashib Xitoyninki kishilik huquq taraflardan qilayotgan yomon ishlarni debdi degandek. Ya'ni qandaq desak yoki demasak, Dünya Uyghur Qurultiyi o'zininki nizomnomasida, vazifasida nima qilib aytgandek, Dünya Uyghur Qurultiyi dunyoning o'zi aytib olgandek, dunyodagi Sharq Turkistonni o'z ichiga olgan butun dunyo Uyg'urlarininki birdan-bir ashlarga vakillik qilgan birdan-bir qonunliq tashkilot ekan, shu Uyg'urlarninki nimasiga kishilik huquqini qo'lga keltirish uchun kurash qildi ekan. Bular nima ish qildi ekan? Endi bunda bo'lgandan keyin bizda savol tug'iladi, ya'ni Dünya Uyg'ur Qurultiyi Uyg'urlar uchun xizmat qilgan birdan-bir qonunliq organ ekan. Unda bo'lsa Dünya Uyg'ur Qurultiyi yana boshqa kimlarga xizmat qiladi degan bu savol qo'yiladi, chunki azroq deb o'tdik, Dünya Uyg'ur Qurultiyining iqtisodiy manbasiningki kelish manbasining birisi shu net ekanligi to'g'riliq. Endi Dünya Uyg'ur Qurultiyi stakeholder deb qo'yamiz, ya'ni ularninki qilayotgan xizmati, ya'ni kimlarning manfaati uchun xizmat qildi yoki nimaning manfaati uchun qarshi xizmat qildi deganni buni qo'ysak, birinchi bo'lib Uyg'ur diasporadagi Uyg'urlarning manfaati uchun xizmat qildi ekan, ya'ni ularning shu madaniyatininki saqlanib qilishi, ularning adil nimaga uchrashi, muomalaga uchrashi degandek. Andan keyin g'arbninki nima hukumatlarga xizmat qildi ekan, bu yerda g'arbning hukumatlarga qaysi taraflardan xizmat qildi ekan degan chog'da kishilik huquq teminlarda g'arbning davlatlari bilan birlashadi ekan, ya'ni ular shularga manfaat yetkazadigan ishlarni qilish kerak ekan. Andan keyin diktatorlikqa qarshi shu nuqtadan chiqish qilib turib kishilik huquqning xizmatini qildi ekan g'arbga. Andan keyin ba'zi xalqaro institutlarga, masalan, qonun chiqaradigan yoki bo'lmasa Xitoyga sen bunday qilsa, anda qilsa deb Xitoyga deydigan shunday bir institutlarninki shunday deyalishi uchun, Xitoyga ashta gap qilish uchun shularga paket to'plab beradigan shunday foydani yetkazish kerak ekan. Andan keyin hukumat tashkilotlarga, boshqa xalqaro tashkilotlar bilan birlashib har xil faoliyatlarni ilib berish kerak ekan, isbot to'plash kerak ekan. Andan keyin net degandek pul bergan odamlarga ularninki netninki o'zininki demokratiyani ilgari surish degan mushu vazifasini Dünya Uyg'ur Qurultiyi ularga shu vazifasini nima qilib berish kerak ekan, shunga moslashib shu vazifasini olg'a surish kerak ekan. Andan keyin dunyodagi media axborot vositalarigami Uyg'urga munosabatli gaplarni shu o'zi jakalagan yo'sin bo'yicha Dünya Uyg'ur Qurultiyi Uyg'urlarga munosabatli gaplarni deb berib, andan keyin dunyoninki bizni qanday ko'rdiganligini Dünya Uyg'ur Qurultiyi Uyg'urninki obrazini dunyoda xalqaro tiklaydi ekan. Andan keyin Xitoyninki rejimiga nisbatan Xitoyning rejimi buning qarshi turdi ekan. Andan keyin Dünya Uyg'ur Qurultiyi yolg'on gap qildi yoki undaq qildi deb Xitoy bilan bundaq Xitoyning manfaatiga qarshi harakat qildi ekan. Mana yana asosli shu qayta desak, Dünya Uyg'ur Qurultiyining to'rt cho'ng ishi shu internetda faoliyat beribdi, internet faoliyatlari, ya'ni jamoat fikrini birlikka keltirish, jamoat fikri deganda xalqaro jamoat fikrining Uyg'urlarga qanday bo'lishini birlikka keltirish, Uyg'urlarning ichidagi jamoat fikrining Uyg'urlarga qanday bo'lganligini birlikka keltirish. Andan keyin abay degandek foyda manfaat, ya'ni shu Dünya Uyg'ur Qurultiyi foyda manfaat olib keladigan shu o'rinlarga lobbilik degan shu qonun chiqarishga yordamlashish degandek ular uchun ishlash. Andan keyin prinsiplarni muqimlashtirish, ya'ni bu prinsip degan chog'da bir strategiyalik holda zo'ravonsiz demokratiya, andan keyin tinchlik bilan
qarshi turish degandek mushularninki o'sha Uyg'ur xalqininki kishilik huquqini asrashda, Sharq Turkiston masalalarini tinish yo'l bilan bir taraf qilishda Dunyo Uyg'ur qurultiyi mana shu prinsiplarni ulini chingitib berdi ekan. Mishlarni qildi ekan. Andikin bular Dunyo Uyg'ur qurultiyi bularni bu vazifalarni qanday ado qila oladi ekan degan vaqtida masalan diplomatiya bilan diplomatik o'rinlarga kira oladi ekan. Diplomatik yo'sinda masalan PDT yoki Yevropa parlamenti yoki Yevropa birligi yoki nimaninki Amerikaninki state yana Amerika hukumati degandek. Andan keyin shu bo'lgunchi degan nomninki chaplanib qolmaslik uchun xizmat qildi ekan. Andan keyin bularning pulning kelish manbasi, ingliz manbalardagi kelish manbasi netgan, chunki bular Uyg'urlarning kishilik huquqini qo'llaydi ekan. Bular milliy ozodlik harakatlaridan akroq shu kishilik huquqni qo'llaydi ekan degandek. Andan keyin buni balkim Dunyo Uyg'ur qurultiyi asta-asta qadamma-qadam shunday harakat qilib, andan keyin oxirgi borgan chog'da bir oliy avtonomiyaga yetishni maqsad qildi ekan. Ammo Dunyo Uyg'ur qurultiyining bu nuqtasi endi shu tadqiqotlarga asoslangan vaqtida agar mustamlika bo'lgan zaminninki shu mustamlika zamin xalqininki ko'zidan qaragan vaqtida qandaq bo'ldi ekan degan vaqtida bu mustamlika zaminninki mustamlika zamonga yoki mustamlika zamonning xalqiga vakolat ular kafolat nima qilolmaydi ekan. Ularga vakolat bo'lolmaydi ekan. Sharq Turkistonni bir mustamlika zamin degan vaqtimizda. Andan keyin chunki mustamlika zaminga nisbatan mustamlik qilgan zaminlarga nisbatan xalqaro qonunlar bor ekan. Ammo Dunyo Uyg'ur qurultiyi kishilik huquq qonuniga yoki kishilik huquq qoida qonunlariga butunlay bo'ysunamiz degan vaqtida bu mustamlik qilingan zaminning mustamlikini yo'qotishni qo'llaydigan xalqaro qonunlarni butunlay nazardan saqit qilgan holda shu faoliyatlarni olib bordi ekan. Ammo xalqaroda yana o'z mustamlikadan qutulishni qo'llaydigan, quvvatlaydigan yana hatto shu Dunyo Uyg'ur qurultiyi davomli harakat qiladigan BDTning qonunlari bor ekan. Masalan 1960-yillardagi UNGA resolution 1970-yildagi UNGA resolution yoki UN Charter article degandek nimalarni qo'yib qo'ydim. Shularni izlasanglar 15, 14, 26, 25 tarqatdan bir nima o'tgan vaqtida bir qonun BDTda o'tgan vaqtida shularga ism qo'ydi. Ismlarni izsak bo'ldi. Masalan, yana Viyana birlash xitobnomasi desak bo'ldi, convention masalan yoki Viyana qoidasi desak bo'ldi. Ya'ni ba'zan tangsiz shartnomalar imzolanib qolgan vaqtida shu Viyana xitobnomasiga xitob qilsak, shu xalqaro qonun bo'yicha tangsiz shartnomalarning bekor qilinishiga yordam bo'ldi ekan. Shunga bu Dunyo Uyg'ur qurultiyining qilayotgan ishlari xalqaro kishilik huquq nemiston nuqtasidan kuzatgan vaqtida ular hech qachon Sharq Turkiston davlati milliy munqaris bo'lgan davlat degan bu davlatninki mustamlikadan qutulish degan bu nuqtasiga harakat qilmaydi ekan. Ondan yana bir necha gaplar bor. Masalan, aniq qilib nedninki qandaq tarbiyalaganligini deyman, lekin undan burun ya'ni BDTninki nedninki Dunyo Uyg'ur qurultiyidagi odamlarni
qandaq tarbiyalaganligi, ularga nima deyish yoki nima demaslik kerakligini qandaq o'rgatganligi to'g'risida Dunyo Uyg'ur qurultayining o'zininki manbalaridan olgan narsalar bor, uni ilib ko'rsataman. Lekin hozir hamda qurilgandan boshlab hozirga kelguncha uning iqtisodiy manbasi nadan kelgan, qancha pul bergan degandek bularni bir axtarib chiqdim. Shu net degan o'rin 1983-yili qurilgan Amerikaninki ishkili partiyasi qo'shilgan shaxsiy faoliyat ilib boradigan deydi hamda hukumatsiz tashkilotgan, hukumatsiz o'ringa ama bular asosli to'g'ri o'xshamaydigan ko'z qarashlar borki, ular o'zlarini hukumatsiz tashkilot deydi ekan, biroq ba'zi boshqa manbalardan bularni CIA'ninki faoliyatlarini ilib boradigan Amerikaninki yumshoq kuchini xalqaro kengaytiradigan mushtaq bir o'rin deydi ekan. Ularning 100 dan ortiq davlatda 2000 dan ortiq shu beradigan turlarga pul berdi ekan ular. Masalan 2005-yili shu birinchi qatim Nedning o'zining to'r betidan e'lanilishicha Uyg'ur American Association, Uyg'ur Amerika jamiyatiga $126,000 pul beribdi. Buni shu Uyg'ur kishilik huquq projektini qilish uchun. Bu gap yana o'xshash. Bu yerdagi gap musulmon yerlik xalq bo'lgan, Xitoyninki musulmon yerlik xalqi bo'lgan Uyg'urlarninki zulmga uchrashlarini, ularning kishilik huquqlarining uchrayotgan zulmlarni shuning qarta isbot to'plash uchun mush pulni beribdi. 2006-yili yandan NED boshqa yana yerlarga pul berishni boshlabdi. Uning ichida yana birisi xalqaro Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya fondi deganga $90,000 beribdi. Yana Amerika Uyg'ur jamiyati $215,000 beribdi. Ana degan Dunyo Uyg'ur qurultayiga $90,000 beribdi. Hammasi o'xshash kishilik huquq, hammasi o'xshash shu asalliq millat, ya'ni Xitoyninki yerlik asalliq millati ya. Xitoy degan davlatninki yerlik asalliq millati degan gapni Sharq Turkistonninki yerlik xalqi degan gapga u ikkisi o'xshamaydi. Bu gapga diqqat qilsanglar. 2017-da Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan berilgan pul $136,000 ekan. Uyg'ur Panga $20,000 beribdi degandek. Ammo Uyg'ur American Association'ga davomli pulni qaytib beribdi. 2008-yili Dunyo Uyg'ur qurultayi $146,000 olibdi. 2009-yili Dunyo Uyg'ur qurultayi $186,000 olibdi. Bunun ichida 2010-yili yana ayliqi Urumchilikka qonliq vaqa yuz berganligi 2010-yili hech qanday pul berganninki gap yo'q ekan to'g'rida. 2010-yili jimjit o'tib ketgan o'xshaydi. 2011-yili $195,000 olibdi. 2012 $185,000, 2013 $180,000, 2014 $275,000. Bundan qaraydigan bo'lsanglar, net shu Amerika Uyg'ur jamiyatini har yili az deganda $100,000dan $300,000gacha pul bilan ta'minlab keliglik. Dunyo Uyg'ur qurultayi o'zini birdan bir organ deb atagan bilan ularning olgan puli hamiyatda Amerika Uyg'ur jamiyatidan oz ekan 2014ga kelgacha. 2015da $260,000, 2016dan topolmadim, 2017dan topolmadim. Ya'ni shu bizning beshimizga eng kulfatli kelgan kunlar shu 21-asrdagi kulfatli kunlarda bu to'g'riliq hech qanday har qanday yerdan hech qanday ma'lumot topolmadim. Aslab 2020-yili ana degan Nedninki o'zining to'rbetida bu to'g'riliq hech qanday gap yo'q, ammo u Yevropaninki lobby paketlari deydigan bir hukumat to'ri bor ekan. Shu hukumat to'ridan Yevropa parlamentiga lobbychilik qilgan tashkilot o'rinlarninki iqtisodiy manbasini statik qilgan yeri bor ekan. Shu yerdan topganimda Dunyo Uyg'ur qurultayiga yana €273,000 beribdi. Ana degan 2021-yili €369,000 beribdi. Ana degan 2021-yili Dunyo Uyg'ur qurultayiniki dokladxon sonida €469,000 bor ekan. 2022-yili Dunyo Uyg'ur qurultayi €5,000,000. Ana degan buningda
net 243 ming euro beripti, yoki 244 ming euro beripti. Andan keyin erkinlik fondi 27 ming, andan keyin degandek boshqa kichik pullarni bor ekan. 2023-yili nimada Dünya Uyghur Qurultayida 619 ming euro bor ekan. Net buning 391 ming beripti. Andan keyin yani başqa bir o'rinlarmi buningga boshqa pullarni beribdi. Ammo netdek chiqamaskin 2024da hech qanday narsa yo'q. Qizqarliq yeri mush o'xshash to'rbetdan 2023-yili yana Yevropa parlamentiga lobbichilik qilgan eng chong tashkilotning birisi Uyg'ur harakati Campaign for Uyghurs degan Roshan Abbas xonim qurgan bu tashkilot buningda 400 ming yevroni Yevropa parlamentiga lobbichilik qilibdi degandek. Mushu endi Dünya Uyg'ur Qurultayiningki yillik nimani ma'lumoti yoki yozilgan dokladlari 2020-yili bir doklad yozibdi, 2022 yozibdi, 2006dan 2009gacha qo'sh bilan bir doklad yozibdi. Asosli bu dokladlarning hammasining mazmunini o'qib chiqdim. Bu kishilik huquqqa markazlashgan. Masalan, Dünya Uyg'ur Qurultayi kishilik huquqqa markazlashishdan burun Sharq Turkistonning mustamlik qilingan zamin ekanligiga, mustamlikadan qutulish degan shu taraflarda xalqaro qonunlarning bor yo'qligini bilmamdi degan vaqtida men yana shu Qurultayninki o'zininki 2008-yildagi Uyg'ur rahbarlarini tarbiyalash kursi degan shu kursininki ma'lumotiga asosan ular o'z ta'minlagan nimaga asosan qarasab Dünya Uyg'ur Qurultayi albatta buni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bularga debdikan to'qmoq shundaq qonunmi bor mustamlik qilingan davlatlar va xalqlarninki mustamlikadan qutulishga oid shularni qo'llaydigan boshqa qonunlarim bor deganni ularga debdikan to'q. Mana mushlarni hammasi ash dokladdan ekran kesmasi asıl ma'nosi shu ular mushta qonunlarning borligini biladi ekan to'q. Andan buni hamda shu qadimliq bu tarbiyalash yig'inida PDTninki izlagan xalqlar va millatlar va davlatlarga nim qilgan vakolat o'rni degandek UNPO andan keyin undan boshqa jiq masalan Italiyadan yoki Germaniyadan qonun loyihachilar yoki siyosatchilar degandek har xil odamlar taklif qilinibdi va bularninki Dünya Uyg'ur Qurultayiga qayta jekilgini sizlar eng yaxshisi hatto o'z taqdirini o'zi belgilash degan gapni qilmanglar debdi. Bu yerda Ahmadjon o'z taqdirini o'zi belgilashni texnik tushuntirib bersin. Uningki milliy ozodlik harakati bilan bo'lgan munosabati o'xshashligi o'xshamasligini. Lekin davomli Dünya Uyg'ur Qurultayiga deyilgan, ochiq deyilgan gap BDT tarafidan eng yaxshisi sizlar nima kishilik huquqlarni qo'llashinglar. Andan keyin shu Xitoyninki bor qonunlardan foydalanib o'zinglarninki odamlarga, xalqinglarga shundan foyda yetkazinglar. Andan keyin agar sizlar bunda qurolliq nim qilgan bo'lsanglar, faoliyat qilgan bo'lsanglar, armed struggle degan qurolliq faoliyat u chog'da Yevropadagi ham dunyodagi boshqa sizlarni qo'llaydigan odamlardan ularning qo'llashdan ayrilib qolsizlar. Sizlar faqat shu Xitoydagi kishilik huquqning kelam gibini qilinglar. Yandan keyin igilik huquqining ergiz gibini qilmanglar. Degandek mushtaq gaplarni qilibdi. Aniq debdi 2008-yil debdi, 2007-yil debdi. Andan keyin necha jiq odamlar so'zlab bo'lgandan keyin shu chog'dagi rais Rabiya Qodir xonim bundaq debdi. Endi biz jiq narsalarni o'rgandik. Andan keyin biz bundaq nimamizni yana self determination degan o'zi taqdirini o'zi belgilash to'g'riliq biz gap qilmaymiz. Biz zamin to'g'riliq gap qilmaymiz, zamin butunlik to'g'riliq gap qilmaymiz.
agar Sharq Turkiston mustaqillikni qo'llasa yoki mustaqillikni to'g'riliq gap qilsa yoki zo'ravonlik harakati bilan shug'ullansa dunyodagi hech qanday odamlar xalqaro bizga yordam bermaydi. Shunga biz mustaqillikni izlaymiz, mustaqillikni to'g'riliq gap qilsak, u chog'da biz o'zimizningki maqsadimizga yetolmaymiz. Andan keyin balkim zaminning gapini qilaversak, biz balkim butunlay yo'qolib ketishimiz yoki bo'lmasa o'sha irqiy qirg'inchilikqa duch kelishimiz mumkin deb 2007-yili Rabiya Qodir xonim irqiy qirg'inchilikqa duch kelishimiz mumkin, yo'qolib ketishimiz mumkin degan gapni irqiy qirg'inchilik xalqaro e'tirof qilmagan vaqtida 21 yil mushtaq bo'lishimiz mumkin, shunga og'zimizni yumishimiz kerak deb mush gapni rahbar bo'lish sifati bilan shunaq debdi. Andan keyin yana debdi, agar biz nimaningki mustaqillikning gapini qilaversak, u chog'da Xitoy hukumati bizni o'lgunchi deb qoladi, terrorist deb qoladi. Shuning bilan biz o'zimizningki nimamizga yetolmaymiz, maqsadimizga yetolmaymiz debdi. Andan keyin biz yana davomli tinchlik bilan harakat olib boramiz. Biz tinchlikni so'ygini va do'stlikni so'raymiz. Hech kim bularni rad qilmaydi, hatto dushmanimizmi do'stimizga aylanadi. Biz Afg'oniston, Iroq, Falastinlarga qarasak, ular kunda qashda qiynalib ketib bordi, ular qiyin turmushlarni boshdan kechiryotdi. Lekin ular yana to'xtamay kurash qilyotdi. Biz Uyg'urlarda bir gap bor, sabrning oltin deydigan, biz sabr qilamiz deb mush gaplarni oxirlashtiribdi. Buni hamda mushundaq deb kelsak, 2007-yilda o'xshash mushundaq tarbiyalash bo'pti, 2009-yilda o'xshash tarbiyalash bo'pti. Bu tarbiyalashlarningki eng muhim gapi shu, sizlar faqat Xitoydagi kishilik huquq to'g'riliqlam gap qilinglar. Hech qanday o'zinglarningki zamin eglik huquq to'g'riliq qat'iy gap qilmanglar degan mushu buyruq, ya'ni mushu yo'llanma kelibdi. Andan keyin nimani dunyo qurultayini pul bilan ta'minlagan Nadmu shu o'xshash gapni qilibdi. Balkim bilasizlar, Louisa Grief degan xonim Sharq Osiyoninki shu NED fondininki Sharq Osiyo bo'limininki boshlig'i ekan. Bu xonim ochiq debdi, biz sizlarninki demokratik yo'sinda shu kishilik huquq to'g'riliq gap qilishinglarni xohlaymiz. Agar sizlar mustamlika degandek o'nda gaplarni qilsanglar biz qo'llamaymiz debdi. Nadninki 2009-yili Xitoyga ajratgan Xitoy fondiga 12% Xitoyga ajratgan fondi borki, shuning 12%ni Uyg'urlarga beribdi, 12%ni Tibetlarga beribdi, ichki Mo'ng'ulga 7% beribdi degandek. Endi mush Louisa xonim o'xshash gaplarni qilibdi. Yana ash materiallarni hammani olib kelsanglar shu gap biz ko'rayotgan xalqaro tashkilotlar, biz cho'ng bildigan PDT, Dunyo Uyg'ur qurultiyiga mana shundaq yo'l yo'riq berdi. Rahmat Fatima Sayya xonim, o'zingizdanki ingliz manbalardan foydalanib Dunyo Uyg'ur qurultiyining hozir qilib kelayotgan xizmatlari, olgan yordam pullari bo'xnat yaxshi qisqacha bir aniq bir nimani berdingiz. Bu hargizmi sizningki o'zingizdan chiqqan emas, manbalardan foydalandingizda, mana presentation shaklida qilib yaxshi qilib. Endi bundan ko'rib turyapmiz. Endi obadan Anvar Jo'akimizim dedi, shu Sharq Turkiston nomida da'vo qilib qolsa ba'zi bir yerlar kirish-kirmaslik masalasimi bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun Sharq Turkiston degan nomning o'rniga Uyg'ur degan ismni qo'llangan degan gaplar ma'lumsiz bo'lib qoldi. Deb shu yerda nima qilgan, siz boshlagangiz gapni. Siz hozir mana shu qon so'zlagan so'zingizdan hozir deb chiqdik. Hamda Dunyo Uyg'ur qurultiyini faqat kishilik huquqlar nuqtasidan yordamni faqat shuning bilan birdiganligi, uning boshqa nimasiga berilmaydiganligi to'g'risida siz qayta hamma narsada buni ta'kidlab o'tdingizda. Hamda
mush nuqtani kuzatgan vaqtida mening kallamda o'tmaydigan bir nuqta bor. Bu nuqta nima deganda, ham shu Erkin Akram akamizniki bizda Uyg'ur strategiya mutaxassisi deb leksiya yamanchi qanglaytdik. Bu akamiz Dunyo Uyg'ur qurultayiniki muavin rais bo'lishdan ilgari, mana Rabiya Qodir xonim zamonida hamda Dunyo Uyg'ur tadqiqot markaziniki mudirdir shu bir nimasi bor edi. Deydi biz nimaga tayyor turamiz? Bu Dunyo Uyg'ur qurultayi degan bir kishilik huquq organi. Bizniki bu davoyimiz Sharq Turkiston zamin davosi bo'lgan cho'qim Dunyo Uyg'ur qurultayi yani o'rniga yani bir nimasiga cho'qim Sharq Turkiston nom bir narsa qurilish kerak deb bu narsalarni sizlar anglgan bu narsani hammadan bildigan bir nuqta. O'zi Sharq Turkistonni mustaqil qilishniki yo'l xaritasi chizayotman degan gaplarni deydi, ammo hozircha bu Sharq Turkiston yo'l xaritasiga nimasini e'lon qilib boqmadi, hech kim ko'rib boqqan yeri yo'q bu narsalarni. Har qatim xaritasi Abdurim o yo'l xaritasini ko'rdik-ku. Ya Chunki o yo'l xaritasi Erkinninki Dunyo Uyg'ur muavin raisi bo'lgan. Shu yo'l xaritasi shu yerga olib Şakapmadı. Şunlar ona yepirip ketdi da, ona axırım çıxmadı degan gapda. Uzun yo'l xaritasi degan gap chiqamadi bu yerda shunday bo'lganda. Bunda yaxshi tushunib berdim. Endi hozir ham Dunyo Uyg'ur qurultayi turib har 2 yilda bir yig'in ochdi. Sharq Turkiston Uyg'ur Milliy Kengashi deb. Endi qalpoq tushdi, qirg'iz yo'q, imom nimaga tushdi, nima yo'q deb gap bor emasmi? Nom, kichik nom, lekin echib olgan yig'in cho'ng nomda ham cho'ng hamda zimin nimasi kerak hamda. Mushunga nuqtani hamda hozir avval Ahmadjon Osmonov bilan boshlab mushunga qanday qaraysiz? Nimaga? Hozir do'qan Sharq Turkiston degan ismda qo'lni qapqaz nurg'a yerda nima deb edi. Lekin qurultoy Uyg'urlarga Sharq Turkiston nomini yig'lash emas, Sharq Turkiston Milliy Kengashi, Sharq Turkiston bu da aytayotgan Sharq Uyg'ur Kengashi qo'y hamda. Mushlarni ochimiz deb har yilnisi yig'in tayyorlik qiladi. Ham ism Dunyo Uyg'ur qurultayi oshqon yig'in ham yomon cho'ng bir zimin davosiniki davlatniki bir nimasi kelib chiqadi. Mushni vaqtidan mushlarni qilayotgan ishig'imi albatta ismi desangiz tushuniksiz deydi. O'zimizga ham tushuniksiz, dunyoga bir aniq birini bilmaymiz deysiz. Mushlarda qanday qaraysiz? Bu yerda masala Sharq Turkiston degan so'z emas. Chunki biz hozirgi kelguncha Sharqiy Turkiston degan mushu so'z ikki so'z Sharqiy Turkiston deb ikki so'zdan. Bu hech qanday ma'nisiz bir ikki so'z. Ash ikki so'zni ishlatyapmiz Uyg'urlar. Chunki Sharq Turkiston desak bilan bo'ladi. Lekin nima bu Sharq Turkiston degan? Buning bilan surishtirmaymiz buni. Shunga bu Sharq Turkiston deganni Baytam Ahmad so'zlab o'tdi. Eni deb deydi uni Sharq Turkiston deb. Chunki Uyg'urlar shuni Sharq Turkiston deb atabdi ekan, mush ya'ni. Yoki musulmashani, yoki musulmayizni. Uyg'urlarning nomi atisi bo'ladi Sharq Turkiston. U davlatning ma'nosini bermagandikin bo'laydi. Lekin davlatning ma'nosini berib qaz bo'lmaydi. Shunga Dunyo Uyg'ur qurultaylarida boshqa tashkilotlar olamdi, har qanday tashkilot, men hech qanday bir tashkilotni mustasno qilmayman. Sharqiy Turkiston deganni ishlatgan vaqtida davlat degan ma'noni ishlatmaydi. Hargiz ishlatmaydi. Bu birinchi. Ikkinchi endi mustaqillik degan gaplar bor. Bu mustaqillik degan gapmi? Eng oz bo'lganda ikki ma'nosi bor mustaqillikning. Ikki ma'nosi bor. Mesela Uyg'urlar mustaqillik talab qilamiz, kishilik huquq talab qilmaymiz degan vaqtida shu mustaqillik talab qilamiz degan mustaqillik degan mushu uqum, mushu so'z ikki ma'noga ega bo'ladi. Bu ikki ma'no Uyg'urlarni ikki xil sifatlaydi. Shunga buni tushunishimiz uchun endi biz mushu nimaga qaytamiz endi? Masalan, o'z taqdirini o'zi belgilash nima? Lekin milliy ozodlik harakati degan nima? Ikkisining o'xshamaydiganligini so'zlashga to'g'ri keldi. Mundaq misol olaylik. Katalonlar İspaniyada o'z taqdirini o'zi belgilash
yo'lida, o'z taqdirini o'zi belgilash yo'lida o'z taqdirini o'zi belgilashning metodi bo'lgan ray sinash kuchi Katalonlar İspaniyada mutlaq ko'p sonda mustaqil bo'laman degan sonni elib, ovozni elib mustaqilligini e'lon qildi. Lekin İspaniya hukumati, davlati e'tirof qilmadi. E'tirof qilmagandan keyin ularning katta boshlari bir harakatga o'taman deganda, agar bunda harakatga o'tsang, sen terrorist bo'lsa, İspaniyaning qonuniga xilof chiqqan bo'lsa deb ularni anikin qo'llashga boshladi, surib to'qay qilishga boshladi. Bularning hammasida İspaniya haqliqmi? İspaniya haqliq. Albatta haqliq. Endi Katalonlarning mustaqillik talabichi u qanday talab? Biznikiga o'xshamdi. Herkes o'xshamaydi. Katalonlarning mustaqilligi bu faqat o'z taqdirini o'zi belgilash metodi bilan yetib boradigan mustaqillik. Bu nima deganlik desa, Katalonlar İspaniyada uzundan tortib bu davlatning mush zaminning ichida birga yashagan. Ular mustaqil bir davlat qurib, o'zining siyosiy gavdasini tiklab, siyosiy birligini tiklab, bir davlat qurgan, bundaq bir xalq bo'lmagandan keyin. To'xtatdi Ahmedjon kechirsa, Katalonlarning o'zining deyishida ular İspaniya, Katalon degan ikkisi ayrim, ya'ni İspaniya degan shu joyda İspaniya bo'lmasmi ismi. Lekin bularning Katalonning bir malikasi, shu hozirgi İspaniya degan ya'ni bir nimasi bilan to'ylashib keladi, shu 16 asrlarda, 15 asrlarda. Lekin u chog'da ularning to'ylashib, bundaq bir kishi xuddi bundaq federation degandek-chi, masalan, birlashma qo'shma degandek. Shundaq Şu ma'numi federation bo'lib ketgandikilar ish tugaydi. Chunki ular bu xalq o'zi xalab birlashdi degan gapda. Birlashdi, tugadi. O'zi xalab birlashdi. Endi mushu birlashishda endi bu xalq mustaqilligini o'z taqdirini o'zi belgilash degan yo'l bilan qilmasa, chunki ular tinch yo'li bilan o'zining irodasi bilan birlashdi emasmi? İspaniya ularni besib olmadi. Şuna ular endi zo'ravonlik qilishga, qurol ishlatishga, kuch ishlatishga bo'lmaydi. Faqat shu rais. Shuna bu mustaqillik bizning mustaqilligimizga o'xshamaydi. Masalan, biz Sharqiy Turkistonning bir masalan xoni, deyli masalan eng oxirgi Sharqiy Turkiston davlati bo'lgan, yoki Uyg'urlarning davlati bo'lgan eng oxirgi davlati Saudiya xalqining xoni, podshoyi masalan Xitoydan bir xotin olib Xitoy Çinsulasının bir melikisini elib, onun bilan to'y qilib, shunun bilan men birlashima endi bo'ldi deb unda qilmagan. Çin sulalisi maxsus askar avatib, qurolli kuch bilan bostirib, o'zimizningki Saudiya xalqi deki Uyg'ur millatininki irodasi xilof holda, davlatning irodasi xilof holda bosgan. Shunga bu masalada Katalonlarga o'xshamaymiz. Şuna Katalonlarninki faqat shu o'z ma'qulligi bilan birlashganligi uchun endi yana ashundaq tinchlik yo'li bilan İspaniya degan mushu bir birlashgan mushu davlatning federatsiyadan roziligi bilan, ma'qulligi bilan ammasa mustaqilligini bo'lmaydi. Kim bizniki o'xshamaydi uning. Shuna endi demoqchimanki Uyg'urlar biz özümüzni, Uyg'urlarni biz millet emasdik. Millet degan gap nation İngilizce. Yani davlatning xalqi degan gap millet. Bir davlatning xalqi. Bo'lmasa etnik bo'lib qoladi, irqiy azsalliqlar. Etnik bo'lib qoladi, u davlatning xalqi bo'lmaydi. Biz Uyg'urlar agar o'zimizni biz davlatning xalqi edik desak, shundaqla unda o'zi qaysi davlatning xalqidan deb so'rab qolsa, boshqalar biz Saudiya xalqining degan mush podshohlik davlatininki bir millat edik. Mushu millatni, mushu davlatni Xitoy askar chiqarib, tajovuz qilib,
bisvagan, munqarz qilgan. Şuna bu bizning irodamiz bilan bo'lmagan deyalemizda endi. Agar mushunda qaramasak, u chaqda biz o'zimizni Jungodagi bir asonliq millat sifatida qarab qolamiz. Bunda qarg'a vaqtida Xitoymi shundaq deydi hatto, Bular asonliq millat azaldan tortib bizda birga yashagan kelgan Junxo millatlarning bir tarkibiy qismida. Shunda bo'lgan vaqtida endi biz öz taqdirini o'zi belgilash yo'lida mustaqilligimizni yetmasak bo'lmaydi. Uningdan boshqa yo'l yo'q bizga. Shuna öz taqdirini o'zi belgilashmi yoki milliy ozodlik harakatimi, mush ikkisini tanlashimiz bizning Uyg'urlarga bo'lgan qarshimizga bog'liq. Ya'ni biz millatmi emasmi? Biz millatmi yoki etnikmi? Biz devletning xalqimi, devletning millatimi yoki undaq emasmi? Mushu qarashni biz belgilaymiz. Ve bu qarashni biz belgilash uchun yana tarixiy faktlar qaytamiz. Tarixiy faktlar. Xitoyning manbalaridimi, Uyg'urlarning manbalaridimi, dunyoning manbalaridimi, hammasi fakt aniq. 1759 yılı Çin Sular İmperiyesi bisvagan zamanımızda kuch işletip, qorallık bilen, zoravallık bilen bisvagan bizning irodamizga, milliy irodamizga qarshi endi 1884 yılı o'ziga qatib olgan Xinjiang o'lkasi deb e'lon qilib, Çin sulolasi o'ziga qatib olgan. Shuna biz öz taqdirini özü belgilashga kirmaymiz. Bu metodga kirmaymiz. Biz bu metodga tushmaymiz. Hatta bu metod bizni mustaqillikqa boshlab olsin. Chunki u boshlab oladigan mustaqillik yana eng oxirida Xitoy davlatininki ma'qullik bilan bo'ldi, ya bo'lmaydi. Lekin bizning mustaqilligimiz Xitoy davlatining ma'qul bo'lmasligi bilan munosibatsiz bo'ladi. Bizning mustaqilligimiz faqat o'zimizning besib olingan zamin va munqarz qilingan davlat ekanligimizdan iborat mushu paket haqqimiz bo'ldi mustaqilligimizning. Lekin u biz talab qilayotgan siyosiy mustaqillik emas Xitoydan. O'z taqdirini o'zi belgilash usuli bilan. Bizning talab qilayotganimiz mustaqillik emas. Shuna biz mustaqillik talab qilmaymiz. Şuna biz öz taqdirimizni özümüz belgilemaymiz. Bizning taqdirimiz belgilenip bo'lgan allaqachon davlat olib. 1759 yildan burun bizning taqdirimiz aniqdi. Bir davlat tuqqu, bir xaqonlik tuqqu, xalq tuqqu, podshohlik tuqqu. Endi mush taqdirni Xitoy dafsanda qilsa bizning taqdirimizni. Endi biz yeniden taqdirimizni belgilamoqdik, o'zimizning taqdirini. Qaysi taqdir u endi? Shuna mustaqillik degan so'zning o'zimi biz diqqat qilishimiz tegishli so'zlarning biri. Mustaqillikni qandoq deganda biz milliy ozodlik harakati bo'lamiz. Mustaqillikni qandoq deganda biz o'z taqdirini o'zi belgilaydigan xalq bo'lamiz. Öz taqdirini öz belgilaydigan xalq bo'lsak, biz Jungodagi asonliq millat bo'lamiz. Biz milliy ozodlik harakati qilayotgan xalq bo'lsak, biz mustaqillik talab qilmaymiz. Mustaqillikdan iborat bizningki allaqachon tutilib bo'lgan taqdirimizni, dafsanda qilgan taqdirimizni qayta kuch bilan zoravallik bilan Xitoy qandoq bizdan olgan bo'lsa, bizmi shundoq olamiz. Buningga hech kimning tish batmaydi. Men bir savol so'ray. Zoravallik bilan deganda mushu qurolli kuchlar bilan deganni ko'rsatasiz. Har qandoq usullar bilan.
Muşini Dünya Uyghur Qurultayınınki nimelerdə, hüccətlərdə zo'ravonlikda bək chiqibdi. Anadagi bu xalqaroningki qonunlarga xilof degan gaplarni qilibdi, lekin meningki axtarishimga qaraganda bu yerda ashtaq mustamlik qilingan zaminning xalqi o'zining mustamlikidan qutulish uchun har qanday vositani ishlasa bo'ldi deydigan BDTninki shunday qonuni bor ekan. Bu qonun, bu xalqaro qonun ekan. Ya'ni Dünya Uyghur Qurultayi bizga Uyg'urlarningki taqdirini belgilab berayotgan vaqtida xalqaro qonunlarningki 20ni ishlatibdi, 20ni butunlay nazardan saqit qilibdi. Kimki yana bir xalqaro qonunninki gapini qilsa, uni döt, ahmaq, siyosat bilmaydigan, ish qilishni bilmaydigan, endi men Uyg'urlik suhbatim bilan gap qilyapman. Mushundaq nechilardan buyon jamoat fikrini shu tarafga ig'ib kapdi. Bizningki savodsizligimizni ko'zda tutib qiladi bundaq ishlarni, Uyg'urlarning savodsizligini. Nima? 1966-yili BDT bir yurish qarorlarini chiqargan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti. Bu qarorlar faqat shu chog'da milliy ozodlik harakatlari, National Liberation Movement degan mushu milliy ozodlik harakati degan mushu mavzuning ostida chiqargan qarorlarida BDTninki bismilingan ve mustamlik qilingan burun o'zining siyosiy birligi ve gavdasi bor bo'lgan xalqlar milliy ozodlik harakati yo'li bilan ve her xil vositalarni, hatta qurolliq vositalarni qo'llanish bilan o'zininki vatanini ozod qilish, taqdirini hal qilish demaydi, juma o'z taqdirini hal qilish demaydi. Vatanini ozod qilish haqqi bo'ladi degan qaror. Endi biz nimda bu qaror Kechirsa Ahmetjon, seni yana og'ziga kelganini deb qolmasin deb men hozir nimani ekranni ko'z tutib qo'ydim. Shu masalan Tibet yoshlar qurultiyi ular shu mustaqillik nima o'zini nimadan mustamlikadan qutuldirish kechiring Anvar Jakima gapimda bo'lay. Mustamlikadan qutuldirish shu yo'sinda faoliyat qilgan bir yoshlar ekan. Shularningki xalqaro tayindigan qonunlar bilan qonunlarni men axtarib chiqdim. Ahmetjon deyotgan shu qonunlar naq shu Tibet yoshlar qurultiyi degan mustamlikadan qutulish uchun faoliyat qilgan shularningki tayindigan qonunlar ekan. Shunga ularmi faoliyat qilgan vaqtda, xalqaro faoliyat qilgan vaqtda 170 dan ortiq davlatningki qo'llashiga erishibdi. Ularning puli garchi netdan yoki boshqa yerlardan kamisi, lekin ularning o'zininki iqtisodiy manbalari faoliyatlarini qanot yetadigan iqtisodiy manbalar bor. Agar nimam ko'ringan bo'lsa, mana mushu bumi BDTninki qonunlari, ya'ni shu Ahmetjonning yana og'ziga kelganini so'zildi deydigan bundaq gaplar chiqib qoladi ba'zi odamlarda, hech nimani ko'rsatmaydi, faqat uyda o'tirib so'zlaydi deydigan gaplarni men Uyg'ur bo'lish suhbatim bilan jihonlab ketdim odamlardan. Bizlar ish qilyapmiz, boshqalar ish qilmaydi degan bu gaplarni. Mana TYC degan Tibet Youth Congress degan gap. Mushlarning ishlatilgan qonunlari mana BDTninki hammasi BDTning qonunlari, Vienna Convention degandek mushlarni ishlatadi ekan. Yani hozir Fatih Hanım sizin deganingiz xalqaro qonunda mesela Birleşken Tashkilotlarnikida Tibetlar o'zininki mustamlikdan qutulishga munosabat qonunlarini qo'llangan bilan biz uning yig'im ekanmaylik degan gap hozir chiqmoqda. Dünya Uyghur Qurultiyi uni tanlamabdi. Uning yig'im ekanmaydi. Tanlama sebep nimada ashlandiki? Masalan, siz mushtarasiz o'qitib kiribsiz, tanlama sebebni sizlar o'zingizni qiyoslab turib qo'yib baqsangiz. Men qiyos qilmayman, men faqat o'zimning shu Dünya Uyghur Qurultiyi to'g'riliq egallagan fikrlarimga asosan BDTmi debdi, Amerikami debdi, boshqa Germaniyami debdi, Italiyami debdi, shu Dünya Uyghur Qurultiyining xodimlarini tarbiyalagan yerlar shu Germaniya, Italiya, Amerika, andikin BDTning arxor organlari deganda mush organlarning hammasi qo'shilib Dünya Uyghur Qurultiyiga sizlar kishilik huquqni gapini qilinglar. Sizlarningki mustaqillik degan gapni qilmanglar, o'z taqdirini o'zi belgilash degan gapni qilmanglar. Ergiz mustamlika degan gapni qilmanglar. Andikin qurolliq ko'rash qilmanglar deb
Aşılar Dünya Uyghur Qurultayıga muşu geplarni depdi. Andan keyin Dünya Uyghur Qurultayı pulag'an netmi shu biz faqat sizlar kishilik huquqning ishini qilsanglarla pul beramiz, demokratik usulda ish qilsanglarla pul beramiz. Bo'lmasa biz sizlarni qo'llamaymiz depdi. Shunga bu mening qiyosim emas. Bu iniq qara yozilgan Dünya Uyghur Qurultayı o'zining hujjatlarida yozilgan gaplar. Shuning bilan Dünya Uyghur Qurultayı gerçi mustamlika qarshi harakatlarni qo'llaydigan BDT'ninki qonunlari borligini bilib tursinmi? Chunki bular bu to'g'riliqni ularga so'z ya'ni ma'lumot berilgan, kuchur berilgan. Agar Uyg'urlar faqat ingliz uchun tushunmaydi, faqat o'qiyamaydi desakmi, olim Sitop 2007-yili, 2008-yillar tarjimonlik qilib bu uchurlarni ularga yetkazgan, shu uchurlar deyilgan vaqtida. Ammo Dünya Uyghur Qurultayı kishilik huquqninki yo'lini tanlabdi. Rabia Qadirdan boshlab Erkin Alibdin, Rabia Qadir, anadan To'lqin Ayso hammaylar o'zini Uyg'urninki, butun dunyodagi Uyg'urlarninki manfaatiga vakillik qilgan birdan bir qonunli organ degan bu sifati bilan Uyg'urlarni faqat kishilik huquq degan mushu nuqtaga markazlashtirishni Dünya Uyghur Qurultayı o'zining tanlashi bilan birisi uning kallasiga tapancha tanlab yoki pichoq tiqmagan ahvol ostida biz tanlabdi. Mundaq gap. Men qo'l ko'tardim 3 qatim. Xo'sh, Anvarjonimiz bir deb andan keyin xo'sh. Sizlar qurultay uzun diqqat qil boshqurg'uvchi. Men qurultayning qurg'uvchisi. Hozir vazifam yo'q. Bir necha fikrlar hozir bermoqchidim, o'tib ketdi. Ama qisqasi shuni dey. Xo'sh. O'tgan yil 20 yilligida Dünya Uyghur Qurultayı'nınki Sharqiy Turkiston vatanimizning besib elingan bir toprak, bir davlat bo'lganligini xalqaro qonunlar bo'yicha isbotlash uchun bir xalqaro huquqchini tanıyman o odamni, balki sizlar bilasizlar. Profesör Michael van Walt degan odam Amerikada yashaydi. Asli Yevropalik bo'lishi kerak. Akilib shu yig'inda shuningga isbotlash uchun vazifa topshirilganligini va u kishi o'zi so'zlab mushu yo'lda ishlayotganligini aytdi. Bu endi qaysi darajada qayerga yetib bordi? O to'g'riliq men sirti bo'lg'achqa ma'lumotim yo'q, ammo avninga men o'zim guvoh bo'ldim. Xo'sh. Bu qisqacha ma'lumotim. Endi asos biz unutib qo'yayotgan bir masala bor. U bo'lsa-mu Dünya Uyghur Qurultayı bu yo'lni tanlashga majbur bo'lganmi yoki o'zi shu yo'lni tanlaganmi? Bu 92-yili İstanbul'da kuruldu. Hiç kimnin pulu yoktu. Hamma adam o'zining yanchug'idan pul chiqarib qilib keldi bu ishni. Keyin 99-yili Münihda qurildi. Keyin 2004-yili Münihda nima qurildi? Dünya Uyghur Qurultayı. Shu vaqtlarda hech bir yerdan bizga yordam yo'qdi. Hammamiz shu qatnashganlar, akillarimiz, rahbarlarimiz u vaqt yosh bizlar yanchug'imizdan chiqarib shu harakatlarga kirishgan va shu vaqtlarda nimalarni qila olgan bo'lsak, hech qanday yerdan yordam olmasdan qilgan az-to'la harakat hamdi uni. Demoqchi bo'lganim, agar bizningki masalan Tibetliklar o'xshash Hindistonda Tibetning hukumati bor. Aşı hükümetine götürüp çıkan Dalai Lama ve Yaşlar Qurultayı Tibet'deki Hindistan'da. Şundak bir devlet boğan bolsa bizim kendimizde. Ve onun da nemesi muhimi özümüzün halkıdın. Vatanın sırtını değil, vatanın içindekilerini kop koyaydı. O kançılık imkan bağı yok. Dünya Uyghur Qurultayıga yoki Sharqiy Turkiston Milliy Qurultayıga her ayda 10-15 ming dolar pul berdigan bir nemini men 40 yildan yog'i ko'rmadim hech bir yerda.
bir vaqtlarda ayda Adir Müşterek Dünya Uygur Kurultayı 15 bilen 20 arasında adam işletip atıdı. Bunun her birinin maaşı 3 kan boğan nakit 3000 dolar. Yukarısı tekrar yukarı buluşu mümkün. Hem de demekçi boğunum, demek ki bizning milli müstakillik hareketini başlayışımız, devam etkizişimiz için logistik bir devletke ihtiyacımız var. Bizge ege olduğun. Özümüz teminleydiğin milli fonga ihtiyacımız var. Bu nesle bulmagandan keyin Dünya Uygur Kurultayı hiç bulmasa men halkımның beşideki külpetini, eğirçilikni, Xitayning zulmini dünyaga Birleşken Devletler Teşkilatı'na yetiştirey dep bu yolunu tanladı mı? Yoksa özü bula şundak kişilik hukukçu mu? Bunu biraz bence oylashimiz gerek. Bugün elbette her kimning aklı özüge elbette qarab turib bu adamlarni, bu kişilerni iş kılıvatkan kim bo'lishini qat'iy nazar. Rahberlerini demekçi ben elbette kamçılıkla bo'lishi mumkin, takdirlaydigan taraflar bo'lishi mumkin. Ular başka mesele. Qarab turib bular kişilik hukukunu tanlagan, bular milli müstakilchi emas, bular kişilik hukukçular deb yani qarılmasaqmı tanqid qilib bularning qilayotgan ishini ahamiyatsiz ko'rsatishni tushunayotman men. Shunda bo'layotamdi. Kechiring Anvarjon aka. Bir minut qaralash ahamiyatsiz degan gaplarni qilmasangiz, chunki bu jamoatning fikrini xatoyaga yo'tkaydi. Qaralash bilan ahamiyatsiz degan gap bu yerda chiqmadi. Masalan, mening nuqtamdan men qarlamadim, aqlamadim, faqat shu faktni o'tirib qo'ydim. Ham ahamiyatsiz demadim, ahamiyatli demadim, faqat qilingan sizlarningki qurultayning qilgan ishlarini o'tirib qo'ydim. Agar mushundaq so'zlarni qilgan taqdiringizda u chaqda mushu jamoat fikrini bir yerga yo'tkaydigan Dunyo Uyg'ur Qurultayiniki haqiqatan Uyg'ur xalqi natijalarni bilan sizlardan qaqshab kelgan nuqtani siz o'zingiz isbotlab qo'ygan bo'lsiz. Sizlarni qarlamasimi, ahamiyatsiz demasimi, siz bizni qarladığını ahmiyat edinglar deb o'zinglar maydonga sakrab tushib Uyg'ur xalqining og'zini shundoq etmoqchi bo'lgan bo'lsizlar, naq mushu nuqtada shundoq diqqat qilishingizni so'rayman. Anadikin o'zingizga foydali gaplarni qila olasiz. Rahmat. Men gapim tugmadi, ha? Nima Abdurahim. Rahmat. Men tadqiqotchi bo'lib, faqat Pokistonni ko'rsatayotganligingizni anglabyaptimi? Demakchi bo'lganim, uningdan keyin men Dunyo Uyg'urchisining faqat qurultayı hozirgi rahbarlar ve ularning qilayotgan ish bilan mening hech qanday bir aloqam nimam yo'q. Ama Münih'te şu qurultayning qurilishidan tortib yaqindan kuzatgan, ba'zi faoliyatlarga aralashgan ve qo'limdan kelishicha az bo'lsinmi ko'p bo'lsinmi iqtisod tarafdan yordamchi bo'lgan birisi bo'lish suhbatim bilan bir tarafdan deyman, tanqid qiladigan taraflar ko'p, u boshqa. Ama hozirgi sharoitda bizning dunyoda mushunchalik bir ish qilayotgan boshqa bir tashkilotimiz yo'q. Bu sebepten qisqacha deymanki, albatta A taraflarni ko'raylik, ma taraflarni ko'raylik ve bundan keyin qanday yaxshi qilamiz, nima qila olamiz? Bu to'g'riliq masalan Ahmetjon efendimdek bizning nimalarimiz masalan ziyollarimiz bundan keyin qanday yaxshi qila olamiz? Yo'l yo'riq ko'rsatib, nimalarimiz nima? İmkanlarımız nima? Vatanimiz bugün dünyadaki en küçük devletinin kolunda. Vatanın sırtında insanlarımızınki tekçe ayda $100 ya ki $50 bereleydiğen ya ki berdiğen kaç kişimiz var? Moşu nesile ben ondan bilemem. Yok. Nait asanda. Demek ki şu imkanda, şunda bir şaraitte Dünya Uygur Kurultayı men bu şaraiti nima qila olaymankan deb oxirida berib NED'ga muhtoj bo'lgan ve bağan siri siz deb o'tgandek uning ko'rsatgan yo'liga kirib ketgan amdi deyli.
ko'rsatgan yo'liga mani qilsang ma pulni beramiz, mani demasang, mani qilmasang ma pulni bermaymiz degan. Demak, endi bizning bu yo'ldan qutulishimiz uchun bizningki ya boshqa kuchli bir tashkilotni qurib chiqib ko'rsatishimiz kerak, yoki Dunyo Uyg'ur qurultayini iqtisod bilan ta'minlab, shuningga qatnashib, shu rahbarlik sepiga kirib, saylanib, buni o'zimiz to'g'ri deb bilgan yo'lga. Masalan, men taqdirlayman Ahmadjon efendimninki prinsipial nima ko'rsatgan yo'llarga shu yo'lga boshlashimiz kerak. Ama tashqirdan turib biz milliy mustaqillik harekati davasak buni nima yo'l qilamiz demoqchiman. Rahmat, bo'ldi. Xo'sh, rahmat. Men bir gap qistirolay, Ahmadjonga berman. Bu yerda men Dunyo Uyg'ur qurultayininki to'r betlaridan Dunyo Uyg'ur qurultayining iqtisodiy manbasiga oid yoki Dunyo Uyg'ur qurultayining pullarni qanday xarjlaganligiga oid hech qanday ma'lumot topolmadim. Dünya Uyghur Qurultayı qurilib 21 yil bo'ldi hozir. Mush 21 yilning yoqi Dünya Uyghur Qurultayı balkim NED'ga badi o'zininki NED'ning pulini qanday xarjlaganligini, ammo o'zi pul berganlarga badi, ammo o'zining to'g'ri betida iqtisodiy report deydigan bundaq narsa birsimi yo'q. Andan bu bir nuqta. Men Dünya Uyghur Qurultayininki Uyg'urninki nimasiga vakillik qilish bilan qilayotgan faoliyatlardan, mushu iqtisodiy faoliyatlardan doklad berishini men so'rayman, bu dokladni to'r betiga qo'yishini so'rayman. Shuning bilan bizningki qilayotgan Uyg'urlar uchun bularning qilayotgan ishlari har tarafdan mana sistemalik ma'noda. Ikkinchidan, endi Uyg'ur bo'lishibdan bilan o'zim ko'zim ko'rgatishni ko'rman deyman. Endi men Avstraliyaning Sidneyda yashayotgan vaqtimda Avstraliya Uyg'ur jamiyati degan bu jamiyatningki raislikka bir oy demokratik saylangan. Shu jarayonda haqiqatan Uyg'ur xalqininki, Uyg'ur jamoatininki, Dunyo Uyg'ur qurultayininki kunlik ostiga kirdik deb Uyg'ur jamoatininki mayli shaxmudaqilq yushurun bo'lsin yoki bo'lmasa oshkora bo'lsin, naq pullarni berganini Dunyo Uyg'ur qurultayiga olib biringlar deb berganini men o'z ko'zim bilan ko'rgan. Ham bundaq ish Sidneyda ish bo'lmaganda Sidneyda har yili bo'ladi. Ya'ni abay degandek Dünya Uyghur Qurultayı xizmat qilayotgan kimlarning foydasi uchun xizmat qiladi degan bir qator narsalarni tuzmani. Buning birinchisi Uyg'urlar faqatli pul bermaydi yoki Uyg'urlar hech qanday ish qilmaydi degan bu gap yolg'on gap. Chunki Uyg'urlarning pul berganini men o'z ko'zim bilan ko'rgan. Dünya Uyghur Qurultayining yig'inlariga opirilganligini men o'z ko'zim bilan ko'rgan. Ham yana bir tarafdan Anvarjon apandim nima deb teshib turib yoki bundaq nima so'zladinglar deb buni deganni uqmayman. Mening nazarimda Sharq Turkistonlik bir Uyg'ur bo'lish sifati bilan hech kishimning teshida emas. Masalan, men azaldan teshida boqmadim. Har qachon mush vatanninki, mush xalqninki ishlarining ichida. Dunyo Uyg'ur qurultayining a'zosimi men yo'q. Lekin men Sharq Turkiston milliy mustaqilligininki mush ishning ichida. Amaliy ish qildimmi? Bakchiq qildim. Amaliy ish deganni agar Anvarjon apandim BDTga kirib guvohlik berdingizmi degan bo'lsa, shu nedning yana bir qo'llagan bir turi bor. Guvohlik turi. Esinglarda bo'lsin, necha yildan buyon shu chiqqanda kampir sonib qolgan yoki yo'qolib ketganlarni guvohlik turi. Uningga necha yuz ming $100 berib ekan net. Shuningda 150 odamning tarjimonlikni men haqsiz qilgan. Ammo haqsiz qilgan degan gap mushu biz qilayotgan haqsiz emgaklarning hammasi Anvarjon apandan biz yonchiqimizdan pul chiqardik degan gap o'xshash gap. O yonchiqdan pul chiqarish boshqa gap. Demakchi o'g'lim mushu ishga nuqta. Ya'ni Uyg'ur xalqi o'zining ishlari uchun, o'zining vatanining ishlari uchun pul chiqarmamdi. Pul chiqarganini men ko'rdim. Hatto naq pul chiqadi. Naq pul degan gap bank kartasiga kirmaydigan pul degan gap, bu naq pulni qanday xarjladi, nega ishlatildi? Bu aniqsiz. Buningda nol ma'lumot bor. Fatima Hanım, bu fikrinizga to'liq qo'shilaman. Mening hozir shaxsan chetda qilishim, chetda turishimning asosiy sabablari shu. Qurultay adolatli bo'lishi kerak, shaffof, transparent bo'lishi kerak. Haqni haq, nohaqni nohaq deyish kerak va xalqqa hisob berish kerak. Bu tanqid qilgan taraflar. Men bu shu deganlaringizga hammasiga to'liq qo'shilaman.
Rahmet. Xo'sh, sizga rahmat siz keldi. Anvarjon akamniki degan shu gaplarniki so'zlarni ikki narsaga nuqtalay. Birinchi, Anvarjon akam deydi, hamda Dunyo Uyg'ur qurultayi masalan, Dunyo Uyg'ur qurultayi bir ish qilmoqchi. Oldi bilan bu ish qilish uchun fondi bo'lish kerak o'zininki. Ya bo'lmasa boshqa bir davlat bo'lish kerak uni qo'llaydigan. Mush ikkisi bo'lmagan vaqtida bu nima ish qila oladi demoqchi endi. Buni endi men misol bilan deyishni yaxshi ko'raman hozir, chunki biz Uyg'urlar odatda misol bilan deyilmasa gapni tushunmaymiz. Naytiliq oddiylashtirib demasak. Bundaq bir misol beraylik. Mening uyamni bir statib oldi. Endi men shu uyamni tatib olgan birsidan uyamni qaytarib olish uchun qonuniy yo'llarni mangadigan bo'ldim. Uyamni qaytarib olish uchun. Lekin bunun pulim yo'q. Benim pulum yok. Muşu yoluna mağadığanla pulum yok. Ya olmasa benim muşu yolda kollaydıgan, hatta menden öyünü tatıb ağanının bir gecikisi desteydigan bir palvan mı yok beni kollaydıgan? Aşıda küştüngür birisi mi yok? Kanda kılım hemen de? Dep ottasam birisi miniminde çaqa diyendi. Çaqırıp ben badım onun kışığa. Basam, hey, qara. Sen bu çoğun işlerini kılma, bu işlerini, sen uyanını qaytırıb olman desen ma adamdan. Ma uyanı tatıb ağandın. Zorluq bilen tatıb ağandın. Sen payda alanmaysa, tatıb alanmaysa, onun üstüge senin onu tatıb ilişiğinden başqalar xalamaydı, başqalar qollamaydı. Bunun ornuğa qara, ben sana pul verey azraq. Ben seni qollay, pul verey. Muş pullarım bilen, sen muş pullarım bilen, öyünü tatıb alman demey. Aşısının uyanını tatıb ağanının yanında sen yaşayalaydıqalı bolsan bolmamda dese. Men nima deyman onunğa? Men o çağda Anvarjon akamda o'ylaymanmi? To'g'ri. Men hech bana pul vermese, mening pulim yo'q bo'lsa, meni qo'llaydigan unda kuchtingur bo'lmasa, endi men mushning gapini anglamasam bo'lmaydi-ki, mushmi bir ish. Uyamni qaytarib ololmasammi? Mening uyamni tatib olgani meni uyamning hovlisidagi ishning uyida baxsimi, shu ishning uyida solab qo'ysimi, shu yerda turg'izsimi, bo'lmadimi? Menga non tashlab bersalam, sumak tashlab bersalam bo'lmadimi? Deb shuni qabul qilamdimi? Endi bir tashkilotning Dunyo Uyg'ur qurultayi degan özünü Uyg'urlarning birdan bir qonunliq vakili deb e'lon qilgan tashkilotning oldi bilan qiladigan vazifasi nima bo'ldi? Oldi bilan qiladigan vazifasi mushu qilayotgan da'vosiningki iqtisodiy manbasini hal qilish kerak. Mushu da'voning ishi. Ya'ni Anvarjon akam degandek ash fondni yaratish kerak. Unda fond bo'lmasa, men qanday qilma deymiz. Ashda fondni bo'lmasa, men qilolmayman. Shu ashni oldi bilan yaratma deymiz. Bu tashkilotchilik. Mana bu tashkilotchilik, mana bu da'vo qilish. Ikkinchidan, meni qo'llaydigan bir davlat bo'lmasa, men qanday qilma demaydi tashkilotchi degan yoki bir tashkilot degan. O'zini Uyg'urlarning birdan bir vakili, qonun vakili degan tashkilot. Ashundaq davlatni yaratadi. Dünyada pekrab yürüp, denip yürüp, aşkara, yoşurun, aşındaq devletini tapıdı. Mana bu aşının vazifesi, dava kılıştaki vazifesi. Şuna biz Dunyo Uyg'ur qurultayini qandaq Anvarjon akam degandek taraflardan tanqidlamaymiz, mana mushu nuqtaliq tarafdan tanqidlaymiz. Birinchi, Uyg'urlarning davası, ben aşılarının gibi birinci dep duray, Uyg'urlarning davasını qiladigan
iqtisodiy manba yaratanmidi? Ikkinchi, iqtisodni Uyg'urlarning davosini qo'llaydigan, oshkora yoki yoshirin qo'llaydigan bir tarafni topolmadi bir davlatni. Üçüncü, Muş'un bedeliga Sharqiy Turkistonning igilik huquqidan voz kechdi. Buningdan ortiq kamchilik, tashkiliy kamchilik, buningdan ortiq milliy prinsipsizlik bulamdanda. Buni qanday nima deymiz endi? Buni tanqidlamay qanday tura olamiz? Rahmetcan efendim, köp rahmet. Ben degandek nayeti addi tushundirdingiz. Bolup umağın o'xshash qeyrib qolgan, o'qimagan odamlar mushta gapni anglaydi. Men endi 40 yilning yog'i mush Germaniyada men sizning yana bir so'zingizga qarshilik bildiraman. Qeyrib qolgan, o'qimagan odamlar Ahmedjonning so'zini anglaydimiz. Men doktorluq, hozir 2 doktorluqimni olay deb qoldim. 2 magistrluqimni var tabiiy fandan. Bütün ingliz tilidamsiz, xitoy tilidamsiz, uyg'ur tilidamsiz bu tillarni so'yirtiman. O'qigan g'arbning sistemasida Xitoyning oliy maktabida, Sharq Turkistonning oliy maktabida emas, Xitoyning oliy maktabida oliy saviyaga ko'rgan, hozirmi nihoyat oliy saviyalik bir bundaq yuqori texnikalik shirkatda ishlayotgan bir oliy ma'lumotli xodim bo'lishibdim bilan Ahmedjonning so'zini men qo'llayman, men tushunaman. Men qeyrib qolgan yoki o'qimagan birisi emas. Onun üstüge men mushu 2017 yıldan başlap hozirgacha tashkilotchilik deganga aralashib kelayotgan Avstraliyaning hukumatiga ishlayotgan birisi bo'lishibdim bilan tashkilotchilikning nimaligini, qanday bo'lganligini nihoyat sistemlik tadqiq qilgan, shuning ishini o'zim qilgan birisi bo'lishibdim bilan Ahmedjon Osmon degan bu odamning gapiga men ishonaman. Şuna men sizning bu gapingizga qarshilik bildiraman. Sizningki man qilgan tuhmatingizni mishat to'xtatishingizni umid qilaman. Hech bo'lmaganda shaxsiy jihatdan qeyrib qolgan, o'qimagan odamlar Ahmedjonning gapini anglaydi deb yana siz jamoatningki fikrini buravyapsiz, burmalavyapsiz. Buni misinformation deydi ingliz tilida. Jamoatning fikrini burash, burmalangan ko'z qarash. Agar siz Dunyo Uyg'ur qurultayining nomidan biz mush faoliyatlarni qildik, hech bo'lmasa Uyg'urninki kishilik huquqininki mushundaq depsani bo'layotganligini mushda xotirladik, tarixda mushundaq bir xotir qoldirdik desangiz 100% men sizning oldingizda ta'zim qilib sizga ko'p rahmat Anvarjon aka, Dunyo Uyg'ur qurultayi sizlarning qo'lingizga so'ydim deyman. Lekin Dunyo Uyg'ur qurultayi o'zidan boshqa har qanday bir odamninki o'ziga o'xshamaydigan fikrni mushundaq qeyrib qolgan odamlar, qolishlaydigan odamlar, bundaq odamlar deb bundaq qaralash orqali Uyg'urlarning og'zini yumdirmoqchi bo'lsanglar, bu sizlar o'zingizlar qarashtirayotgan diktatorlikdan boshqa narsa emas. Ham bu yerda boshqa bir maqsad chiqadi. Buni men yana bir qitim atrofli tadqiq qildim. Nima uchun Dunyo Uyg'ur qurultayi o'zining qilayotgan ishlarini tashviq qilib qolmasdan yana nima uchun Uyg'urninki butun dunyodagi jamoat fikrini bir tarafga yo'laydi? Nima uchun mustaqillik yoki bo'lmasa mustaqillik degan gap emas, hatto milliy ozodlik degan gaplarni qilayotgan odamlarni butunlay og'zini yumdirdi. Hatto agar ularninki Dunyo Uyg'ur qurultayining turmalari bo'lsa-edi, shu milliy ozodlik harakatini qilayotgan odamlarni turmaga solayotgan bo'ladi. Mana shu nuqtadan hatto sunniy aqlmi mana shunday javob berdi. Eng besh Dunyo Uyg'ur qurultayining qilayotgan ishlarni o'tirib qo'ydim. Nocha organkan, ichki siyosatdan tashqi siyosatni birlashtiradi. Uyg'urlar mustaqillik debdi peshiga chiqqan chog'da xalqaroning gaplariga tushadigan kishilik huquq debdi bu haqiqatan aqlliq tashkilotgan deganlarning hammani sunniy aql e'tirof qildi. Endi sunniy aqlga bu savolni qo'ydim. Mushu tashkilot mushu milliy mustaqillik yoki milliy ozodlik harakati deganlarning hammaning og'zini yumdirdi. O'ziga qarshi gap qilgan har qanday odamni shu qorlaydi, har xil usullarda og'zini yumdirmoqchi bo'ldi, joyida jim o'tirmoqchi bo'lsam, unda bo'lsa sunniy aql dedi mana. Buni unda bo'lsa bularning boshqa bir siyosiy g'arzi bor ekan gapni bular qildi. Siz yana qayta o'zingizga hatto mushu so'rindimi men sizga advokatlik qilyapman. Siz mushtaq gaplarni qilmagan bo'lsangiz, sizning Dunyo Uyg'ur qurultayiga yoki burun qurilgan shu vaqtga vakillik qilgan, shu Uyg'urning manfaatiga vakillik qilgan naqadar esil bir millatparvar kishi ekanligingizdan biz suyungan bo'lardik. Lekin mushundaq gaplarga qarshi turishingiz bilan bizning qilayotgan 10 gapimizni ta'tirga burash bilan shu yerga shu fikrni burmalash shu tarafga harakat qildingizmi? Bo'ldi sizningki shu niyatingizningki sap emasligi anglayotgan, tarbiya ko'rayotgan, tarbiya ko'mayotgan, o'qimayotgan, qarturik, aqturik butun Uyg'urga aniq oshkora namoyanda bo'ldi. Rahmat sizga Fatima xonim. Rahmat. Ben bir gap qilayim de İnimiz Ahmetcan efendim
Uyg'urlarga işte aniq ochiq misol bilan gap qilmas tushunmaydi degandan men tushundim inim rahmat sizga demoqchi bo'ldim men bu yerda men sizning bo'libmi she'rlaringizni o'qitdim endi bu da birinchi qatim suhbatda birga bo'ldik bunchalik oliy fikrlik bo'lganligingizni birinchi qatim sezdim endi Dünya Uyghur Kurultayı'nın işidimen emas. Hazır sorusunuz müşahede Dünya Uyghur Kurultayı'nın işideki vekillerden Envercan diyen adamın ismini anmanla o bizge karşı deydi. Deydi bunu. Hem Abdurrahim'i bilirdi bunu. Sizler sorap bakınla. Ben bir adamdı. Şu teşkilatının şu imkanlar dairesi de muşularını kıldı. Hem de bunu yakış kılış için sizlerdeki yaş ziyalılarının okugan katnışı gerek, fikir beriş gerek, şu rehberlik sebebi kirip, muşlarını doğru yoluna başlayış gerek deyip, fikrimni qo'shimcha qilib qo'ydim. Kechiring, agar sizga boshqa turli eksaytgan bo'lsa kechiring. Men sizlarga ikkalanglarga hurmatim nayt cho'ng rahmat. Rahmat. Suhbat hozir 2 soat 15 minut o'tibdi. Davomlashtirmasak, davomlashtirib bo'lmay qolsa bu programmada hozir mening bir necha savollarim bor, shu tayyorlab qo'ygan. Hatto qurultay tanqid qilgan 3 nuqtam bor meniki. Uni o'tirib qo'ymadan bo'ldim, sizlar fikrlashmay ishdim. Degan programmani to'xtatib, yana bir qatam yana mush to'g'risida izchil bir suhbat qilamiz. Fatima xonim yaxshi bilasini qo'ydi. Siz obdan fikrni o'tirib qo'ydingiz. Men millatning o'rtaq manfaatida o'zimizning shaxsiy hissiyotini, ba'zi nimamizni qilish orqali millatni qaymoqlashtirsak bo'lmaydi. Men mush tarafga Fatima xonimning gapini qo'llayman. Millatning o'rtaq manfaati hech kimning shaxsiy hissiyotiga qaramay siqimiz kerakda bu yerdagi. Bir o'lcham bo'lish kerak. Bu nuqta men qo'ygan 3 nuqtalarim bor deb buni qilsak program uzrab 1 soatga ketib qoldik. Shu programni degan to'xtayli. Yana bir qatam bu to'g'risida ayrim bir suhbat olib bo'lsa qanday qaraysizlar? Yaxshi bo'ldi. Men qo'shilaman. Bu suhbat programmamiz mishat oxirlashsin. Kelar qatim programni balki 2 soat 3 soat bo'lib ketishi mumkin. Bunun kirib bo'lgandan keyin bu qurultaylar to'xtab qolmaydi. Ana surgun hukumat kuniga o'tamiz. Asta qadam bo'yicha Uyg'ur nima deyapti, g'arbliklarning nima deyapti Fatima xonimdagidek biz ana nuqtadami, mana nuqtadami qilish orqali o'tirdi bir kesish nuqtasini tep chiqimizda mushtasnikini. Suhbat mumkin bo'lsa qurultayning hozirgi rahbarlaridan agar bo'lmasa burungi rahbarlaridan biri kishini taklif qilish teg'im foydali bo'ldi deb o'ylayman. To'g'ri, rahmat. Taklif qildim, ularni kurashdik, javob bermadi. Xudoyim bo'lsa bir kun deydi. Xudoyim bo'lgan bir kun qachon? Xudoyim bir vaqt kunlik bizga fursatni, g'animatni hamda uning yaqin kelmasa patang tortib ichiq qilolmaydi ekan. Fatima xonim dedi hamda ularni qilmiga bir ish qilgan bo'lib, zaminda bir turmush qiladigan o'xshash bo'ladi deb. Biz o'taga to'yotimiz, biroq yo'q ketib qoldik-da. Og'zini itib lakim hamda. Shunga buni ham Ormana bak yaxshi bir so'zi bor. Maqola bor. Ashni men eskartib qo'yay. Ishdan chiqqan ko'mir tayin deydi. Shundoq. Shunga hammasi ishdan nima chiqib ketganligini yaxshi bildi. Shunga ashni yoshirib chiqolmaydi bunday so'rovlar. Chiqolmaydi. Shu boshqa bugungi programmani misha to'xtatdi. Mening musha deyapman 3 nuqtam bordi. Buni qilsak uzrab ketgan. Kelar qatim men shuni savol shaklida qilay, o'zlarining ko'z qarash o'tirib qo'yay. Ana keyin sizlar uning o'zlarini nimani o'tirib qo'yalım, davomlashtiraylik. Balki mujtama qapqasi bu 2-3 qatimga berib qilgandek turdi. Kelar qatim misol qisqartamiz. Rahmat hamsi bugungi suhbatlarga qatnashganlarga ko'p rahmat. Kelar qatimliq programmamizning davomini ko'rishaylik. Hammanglar Allohga emanet. Rahmat sizlarga qo'polta ketgan gaplarim bo'lsa kechiringlar. Rahmat. Salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Gaplarni ko'nglingizni yerib qo'ysin. Tegib qolsam, men apur so'rayman, kechirim so'rayman. Millatning o'rtaq manfaati bo'lsa keskin bo'lishimiz kerak. Sizni shaxsan nuqtalamadim. Mening da'vatqanim yanada bizningki milliy ozodlik harakatimiz. Uningdan boshqasi bo'lmaydi men uchun. Rahmat. Rahmat. Rahmat Ahmedjon. Rahmat. Men